Demek kechirasizlar, davom etamiz. Demak, Qurbonova Shahnoza Avazxonovna 1984 yil 27-aprel kuni Farg'ona viloyati Marg'ilon shahrida tug'ilgan millati o'zbek. U 2001-2005 yillarda Farg'ona Politexnika institutini bakalavriat ta'lim yo'nalishida hamda 2020-2022 yillarda Farg'ona Politexnika institutini buxgalteriya hisobi mutaxassisligi bo'yicha magistraturasini tamomlagan. 2023 yildan buyon Farg'ona davlat texnika universitetini tayanch doktorant sifatida ilmiy faoliyat olib borgan. Qurbonova Shahnoza Avazxonovnadan mehnat faoliyatini 2006-2020 yillarga qadar Farg'ona Politexnika instituti o'quv uslubiy bo'limi uslubchisi, 2022-2023 yillarda Farg'ona Politexnika instituti buxgalteriya hisobi va audit kafedrasi assistenti lavozimida faoliyat yuritgan. Demak, yana 2023 yildan buyon Farg'ona davlat texnika universiteti tayanch doktoranti. Qurbonova Shahnoza Avazxonovna chet tili hamda mutaxassislik fanlaridan malakaviy imtihonlarni muvaffaqiyatli topshirgan. Dissertatsiya ishi Farg'ona davlat texnika universiteti moliya va buxgalteriya hisobi kafedrasida bajarilgan. Ilmiy rahbar, iqtisod fanlari doktori Qubiyev Sherzod Davlatovich. E'tiborlaringizni so'raman. Hurmatli kengash a'zolari, tadqiqotchilar ma'lumotlari, tadqiqot hujjatlari bo'yicha tadqiqotchiga yoki kengashga savollar. Ma'lumot uchun qabul qilingan taklifni tasdiqlashni so'radi. Qarshilar betaraflar yo'q. Rahmat. Unda dissertatsiya mavzusini dolzarbligi, maqsadi, o'rni olingan ilmiy xulosalar, ishlab chiqilgan ilmiy hamda amaliy tavsiyalar bo'yicha Assalomu alaykum, hurmatli kengash raisi, ruxsatingiz bilan to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalarni buxgalteriya hisobi tahlilini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida takomillashtirish masalalari mavzusi asosida yozilgan dissertatsiya ishimizda erishilgan asosiy ilmiy natijalar bilan tanishtirib o'tsam. Eng avvalo mavzuning dolzarbligiga to'xtalib o'taman. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasida iqtisodiyotda to'qimachilik sanoati strategik ahamiyatga ega tarmoqlardan biri hisoblanadi va raqobatbardoshligini oshirish, xalqaro bozorlarga integratsiyalashuvini, moliyaviy hisobot tizimini takomillashtirishni taqozo qiladi. Ayniqsa to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalarni katta ulushini egallashi, ular hisobi va tahlilini xalqaro talablar asosida yuritishni talab qiladi. Amaliyotda to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalarning buxgalteriya hisobi asosan milliy standartlar asosida yuritilib, xalqaro standartlarga o'tish jarayonida aktivlarni tan olish, qayta baholash, komponentlar bo'yicha amalsiz hisoblash hamda samaradorlik ko'rsatkichlarini takomillashtirgan holat muammolar mavjud. Bu holat moliyaviy natijalarni xolisligi, investitsion jozibadorligiga salbiy ta'sir ko'rsatib kelmoqda. Shu sababli ham to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalarning buxgalteriya hisobi va tahlilini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida takomillashtirish dolzarb masalalardan biri bo'lib qolmoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining mazkur sohaga tegishli bo'lgan qarorlari, farmonlari, shuningdek boshqa me'yoriy hujjatlar belgilangan vazifalarni amalga oshirishda mazkur dissertatsiya ishiga muayyan darajada xizmat qiladi. Tadqiqotning maqsadi to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalarning buxgalteriya hisobi, tahlili va hisobotlarning xalqaro standartlari asosida takomillashtirish bo'yicha taklif hamda tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Yuqoridagi maqsaddan kelib chiqqan holda dissertatsiya ishida bir qator nazariy, ilmiy, uslubiy hamda amaliy vazifalar qo'yilgan hamda ular dissertatsiya ishida ijobiy yechimini topgan. Tadqiqot obyekti sifatida quvvat-sil mas'uliyati cheklangan jamiyat tanlab olingan. Tadqiqot predmeti bo'lib, to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalar buxgalteriya hisobi va tahlili jarayonida yuzaga keladigan iqtisodiy munosabatlar hisoblanadi. Hurmatli kengash a'zolari, endi e'tiboringizni dissertatsiya ishida eng muhim yangiliklarni havola etsam, birinchi ilmiy yangiligimiz inventarizatsiya jarayonlari oldidan moddiy javobgar shaxs buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini inventarizatsiyadan so'ng uning
natijalarni o'zida mujassamlashtirgan inventarizatsiyadan o'tkazish nomli buxgalteriya hisobi reyestrining namunaviy shakli ishlab chiqildi. Tadqiqot obyekti hisoblangan Quotix NTJ 2024 yil 1-yanvar holatiga jami boshlang'ich qiymati 267 milliard so'mlik asosiy vositalar mavjud bo'lib, bulardan hozirgi kunda jamlangan amortizatsiya qiymati 104 milliard 288 million, qoldi qiymati esa 163 milliard 140 million 336 ming so'mga teng. Guruhga tushunlaganimizda hozirgi kunda 8 guruhda, ya'ni 687 turdagi 6002 dona asosiy vosita ishlab chiqarish jarayonlariga ekspluatatsiya qilingan. Biz ularni hozirgi kunda ulardan 540 turdagi 5842 ta asosiy vosita amortizatsiya hisoblanmoqda. 147 turdagi 163 ta asosiy vositani foydali xizmat muddati tugagan yoki amortizatsiyalangan qiymati to'liq qoplanmagan. Quotix NTJda asosiy vositalarni inventarizatsiya jarayonlarida bevosita ishtirok etdik va jarayon davomida korxona asosiy vositalarni xususiyatdan kelib chiqib, asosiy vositalarni o'tkazish ro'yxatining namunaviy shakli ishlab chiqildi. Bizga ma'lumki, 19-sonli buxgalteriya hisobining milliy standartlari namunaviy shakli korxonada asosiy vositalar inventarizatsiyadan o'tkazish shaffofligini o'zida to'liq aks etmaydi. Chunki jadvalda moddiy javobgar shaxs tomonidan hisobotda ko'rsatilishi mumkin bo'lgan asosiy vositalar miqdori ko'rsatilmaydi. Bu jadvalda buxgalteriya hisobi bo'limidan olingan hujjatlar asosida ro'yxat shakllanadi. Natijada moddiy javobgar shaxs buxgalteriya hisobi ma'lumotlarini bir vaqtning o'zida solishtirish olish imkoniyati cheklanadi. Shu sababli ham tadqiqot davomida to'qimachilik trikotaj korxonalari asosiy vositalarini inventarizatsiyadan o'tkazish ro'yxatining takomillashgan namunaviy shakli ishlab chiqildi. Biz tomonimizdan taklif etilayotgan namunaviy shakl inventarizatsiyada o'tkazish oldidan buxgalteriya hisobi va moddiy javobgar shaxs o'rtasidagi tafovutni oldindan aniqlash imkonini yaratadi. Chunki trikotaj korxonalarida minglab asosiy vositalar mavjud bo'lib, ularning ko'pini tikuv mashinalari tashkil qiladi. Quotix NTJ buxgalteriya hisobi bo'limining inventarizatsiya komissiyasiga bergan ma'lumotlariga binoan korxonada 303 ta asosiy vosita tikuv mashinasi mavjud bo'lib, lekin moddiy javobgar shaxs tomonidan berilgan hisobotlarda bu 314 tani tashkil qilgan. Bu tafovut ombordagi tikuv mashinalarini asosiy vosita sifatida borligi ko'rsatilgan. Ya'ni ishlab chiqarish sexlariga berilayotganda texnik sabablarga binoan xatoliklarga yo'l qo'yilgan deb aytildi. Tafovutni inventarizatsiyadan oldin aniqlanishi, kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish imkonini berdi hamda foyda solig'i bazasini ortishi oldi olindi. Tadqiqot ishining amaliy natijasi sifatida inventarizatsiyadan o'tkazish ro'yxatining takomillashgan namunaviy shakli Quotix NTJ faoliyatiga joriy qilingan. Natijada korxonada kamchiliklarni o'z vaqtida bartaraf etish hamda asosiy vositalar kamomadi yoki ortiqcha chiqishi bo'yicha axborotlarni aniq va obyektiv olish, shuningdek foyda solig'i bazasini to'g'ri shakllantirish imkoniyati yaratilgan. Taklif joriy etilishi bo'yicha O'z to'qimachilik sanoat uyushmasining 2025-yil 25-noyabrdagi 01/12/025 son ma'lumotnomasi bilan ishlab chiqishga foydalanishga topshirilgan. Ikkinchi yilgi yangiligimiz uzoq muddatli aktivlarni foydalanish maqsadidan kelib chiqib, asosiy vositalar, investitsion ko'chmas mulk sotish uchun mo'ljallangan uzoq muddatli aktivlar hamda biologik aktivlarga tasniflash jarayonlarini hujjatlashtirishda yuritiladigan qayta tasniflash dalolatnomasi nomli buxgalteriya hisobi reyestrining takomillashgan namunaviy shakli ishlab chiqilgan. Hozirgi kunda buxgalteriya hisobi va hisobotlari moliya hisobining xalqaro standartlari asosida tashkil etuvchi xo'jalik yurituvchi subyektlarda 16-sonli BXS buxgalteriya hisobining xalqaro standartlari asosida amalga oshiriladi. Bu standartga ko'ra asosiy vositalar tovarlar, xizmatlar ishlab chiqarish, yetkazib berish, ijaraga berish hamda ma'muriy maqsadlar uchun tutib turiladigan moddiy boyliklar deb ta'rif beriladi. Asosiy vositalar hisobini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarida tan olish o'ziga xos xususiyatlarga ega. Milliy standartda asosiy vosita sifatida tan olmaydigan ba'zi aktivlar xalqaro standartlar talablariga ko'ra, ya'ni foyda keltirishi aniq bo'lib, uning boshlang'ich qiymati ishonchli baholash imkoniyati bo'lsa, ular asosiy vosita sifatida hisobga olinadi. Shuningdek, buxgalteriya hisobining milliy standartlari bo'yicha asosiy vosita sifatida tan olingan ba'zi aktivlar buxgalteriya hisobining
xalqaro standartlari bo'yicha boshqa turdagi aktivlarga bo'linadi. Hozirgi kunda Quvatex korxonasi buxgalteriya hisobi milliy standartlarda yuritmoqda. Biroq korxona yirik soliq to'lovchi milliy sifatida amalda yirik soliq to'lovchi sifatida amaldagi qonunchilikka binoan o'zini hisob siyosatlarini, moliyaviy hisobini xalqaro standartlarda asosida yuritishi belgilab qo'yilgan. Bunga binoan biz buxgalteriya hisobining milliy standartlarida asosiy vosita deb tasniflangan quyidagi aktivlarni, ya'ni sotish uchun mo'ljallangan uzoq muddatli aktsiyalar va tugatilgan faoliyat EAS5, investitsion mulk EAS40 va biologik aktsiyalar EAS41 larga ajratib chiqdik. Bunga binoan asosiy vositalar ishlab chiqarishda xizmat ko'rsatuvchi aktivlar deb nom bergan bo'lsak, EAS5 da esa, ya'ni sotish uchun mo'ljallangan asosiy vositalar, bular qiymati sotish orqali qoplanishi rejalashtirilgan, darhol sotishga tayyor va sotish ehtimoli yuqori bo'lgan aktivlar hisoblanadi. Ularning qiymati sotish orqali qoplanadi. Sotish moliyaviy hisobotlarda, buxgalteriya balanslarida sotish uchun mo'ljallangan aktivlar sifatida joriy aktivlar tarkibida turadi. Keyingisi investitsion ko'chmas mulk, ya'ni investitsion ko'chmas mulkga ta'rif beradigan bo'lsak, ijara daromadi olishi yoki kapital qiymatini o'sishidan foyda ko'rish maqsadida saqlanadigan ko'chmas mulk. Qiymati sotish orqali qoplanadi. Buxgalteriya balansida investitsion ko'chmas mulk bo'limida turadi. Va so'nggisi biologik aktivlar, bular qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish, aktivlarni ko'paytirish, ya'ni sotish, ekologik, dekorativ hamda mevali daraxtlar hisoblanadi. Ularning ham qiymati qoplanishi sotish orqali bo'ladi. Buxgalteriya balanslarida biologik aktivlar bo'limida turadi. Bu yerda yana o'sha EAS5 ga to'xtalib o'tganmiz. Ya'ni asosiy vosita tarkibidan sotish uchun mo'ljallangan asosiy vositalar tarkibiga olib o'tish uchun u quyidagi mezonlarga javob berishi kerak. Ya'ni aktivni balans qiymati asosan undan foydalanish orqali emas, ya'ni joriy hozirgi kundagi faoliyatimizdan undan foydalanishdan voz kechgan bo'lishimiz kerak. Aktivning sotish ehtimoli yuqori bo'lishi kerak va aktivni sotish jarayoni odatda 12 oy ichida amalga oshirilishi kerak. Keyingisi EAS40, ya'ni korxona tomonidan ijarada yoki qiymat oshishidan foyda olish maqsadida saqlab turiladigan investitsion ko'chmas mulklar. Bular ishlab chiqarishda, tovar yetkazib berishda yoki xizmat ko'rsatishda foydalanishi kerak emas. Talab etiladi, tashkilotga iqtisodiy naf keltirish kerak va investitsiya ko'chmas mulkning boshlang'ich qiymati ishonchli baholanishi kerak. Dastlabki baholashda boshlang'ich qiymat modelida, keyingi baholashda esa boshlang'ich qiymat modeli yoki haqqoniy qiymat modelidan bittasini tanlash huquqiga ega bo'ladi. Amortizatsiya esa boshlang'ich qiymat modelida amortizatsiya hisoblanadi, 94-30-yilga olib boriladi. Haqqoniy qiymat modelini tanlaganimizda amortizatsiya hisoblanmaydi. 93-90 boshqa operatsion daromadlar va yoki foyda zararlarda aks ettiriladi. Biz korxona Quvatekstil korxona tarkibida bo'lgan quyidagi asosiy vositalar tarkibida turgan quyidagi aktivlarni investitsion ko'chmas mulk sifatida qayta tasniflab chiqdik va ularni balansida turgan Karkidon dam olish maskani, Karkidon dam olish maskani ayvoni, dam olish maskanini o'zi, choyxona binosi hamda Quvatekstilda o'zida joylashgan Bondur savdo uylarini asosiy vositalar tarkibidan chiqarib investitsiya ko'chmas mulk sifatida tavsifladik. Va ularni hozirgi kunda 1 milliard 196 million so'mlik investitsiya ko'chmas mulkni haqqoniy qiymat modelida ularni qayta baholaganimizda 2 milliard 559 million 100 ming so'mlik asosiy vositalar tarkibida investitsiya ko'chmas mulkiga o'tkazildi. Va quyidagi tahlilga ega bo'ldik. Hozirgi kunda 267 milliard 428 million 526 ming so'mlik asosiy vositalar tarkibidan, ya'ni 0.45% investitsion ko'chmas mulki va sotish uchun mo'ljallangan asosiy vositalar tarkibiga olib o'tdik. Quyida biz quyida moliyaviy hisobotlarni, ya'ni aktivlarni buxgalteriya hisobida bir turdan boshqa turga o'tkazishda o'zida tasdiqlovchi asosiy vositani qayta tasniflash dalolatnomasi ishlab chiqildi. Dalolatnomaga choyxona binosini fotosuratlari, O'zbekiston umumiy ovqatlanish
korxonasini bilan tuzilgan ijara shartnomasi hamda mazkur binoni baholash korxonasi mulkiga qayta baholash xulosalari, asosiy vosita inventariy kartasi va kadastr hujjatlari ilova sifatida qo'yildi. Ikkinchi ilmiy yangiligimiz amaliy natijasi mazkur dalolatnoma uzoq muddatli aksiyalarni avvalgi hisob toifasidan moliyaviy hisobotning xalqaro standartlar toifasiga mos yangi toifaga o'tkazishni rasmiylashtiradi. Bu aktivlarni tan olish, baholash, hisobga olish va hisobotda aks ettirishni tasdiqlaydi hamda audit va soliq tekshiruvlari uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Taklifning joriy etilishi quyida berib qo'yilgan. Sizlarni keyingi 3-ilmiy yangilik bilan tanishtirib o'tsam, asosiy vositalarni dastlabki qiymatini xalqaro standart mezonlari asosida belgilash, xarajatlarni hisobga olish hamda buxgalteriya hisobini yuritish maqsadida 7291 asosiy vositani demontaj qilish majburiyati nomli ish taklif qilindi. Asosiy vositani dastlabki qiymatini aniqlashda xalqaro standartlarning o'ziga xos xususiyatlari mavjud. Ayrim turdagi asosiy vositalar, masalan, bino yoki inshootlarning boshlang'ich qiymatiga demontaj xarajatlari ham kiritib boriladi. Bu qachonki bu asosiy vosita mulk huquqi bo'lmagan, ma'lum bir davrga ijaraga olingan va kelajakda ijara shartnomasi tugagandan keyin yerni tekislab qo'yish majburiyati yuklagan taqdirda mana shu 7291 asosiy vositani demontaj qilish majburiyati shotidagi xarajatlar hisobga olinishi ko'zda tutilgan. Tadqiqot davomida demontaj ishlarini hisobga olish asosida asosiy vositani mana quyida xarajatlarni kapitalizatsiya qilishni ketma-ketligidan kelib chiqib 3 bosqichga bo'lganmiz va shu oxirgi demontaj xarajatlarini moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari bo'yicha shuni demontaj xarajatlarini kiritganmiz, ya'ni boshlang'ich qiymatiga. Tadqiqot davomida demontaj ishlarini o'zida hisobga olgan holda binoni asosiy vosita tan olish uchun boshlang'ich qiymatini aniqlash metodi taklif etildi. Bu metodda aktivlarni kapitallashtirish, jarayonlarni buxgalteriya yozuvlarida aks ettirish tartibi belgilab qo'ydi. Bu metodni oldingi metoddan farqli jihati shundaki, jadvalning 5-satrida berilgan binoni 30 yildan keyin demontaj qilishga qaratilgan rezerv uchun ajratildi. Ya'ni binoni 30 yildan keyin demontaj qilish xarajatlari 90 million so'm bo'ladigan bo'lsa, hozirgi kundagi 5 million 158 mingga to'g'ri keldi. Uchinchi amaliy natija asosiy vositalar demontaj qilish xarajatlari uchun majburiyatni hisobga olishda ishchi qo'sh bo'yicha berilgan taklif Tekstil NCJ korxonasiga joriy qilingan. Natijada moliyaviy hisobotlarda tegishli asosiy vositaning real iqtisodiy qiymati, shuningdek kelgusida majburiyatni ko'lamini to'liq o'zida aks etuvchi ettirish imkoniyatini yaratilishiga erishilgan. 4-ilmiy yangiligimiz to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalardan foydalanish. 4-ilmiy yangiligimiz to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalar foydalanish samaradorligining tahlilini ECG tamoyillariga asosan ko'rsatkichlar tizimida asosida takomillashtirilgan. ECG bu Environment Social Governance mazkur tushuncha atrof muhit, ijtimoiy mas'uliyat va boshqaruv idoralariga tegishli bo'ladi. Hozirgi kunda ECGni amalga oshirish uchun Farg'ona viloyatida to'qimachilik korxonalarida energiya resurslari iste'moli dinamikasi o'rganib chiqildi va ko'pda to'qimachilik korxonalarida misolida gaz va svet yoqilg'isini sarfi ko'rib chiqildi. Bunga binoan to'qimachilik korxonalarida, ya'ni Tekstilda ishlatilgan energiya 20.843, ishlatilgan elektr qiymati esa 19.658 so'mga to'g'ri kelgan. Hisobda ma'lumotlardan ko'rishingiz mumkinki, tahlil natijalariga ko'ra korxonaning energiya resurslaridan foydalanish samaradorligi bo'yicha eng yaxshi natija, ya'ni Post International korxonasiga tegishli bo'lgan. Tekstil NCJda energiya resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar amalga oshirish maqsadiga muvofiq deb topamiz. Va quyidagi natijalarga erishib o'tilgan. Bularda energiya bu Tekstil korxonasida energiya yuqoriligini sababini o'rganib chiqqanimizda hozirgi kunda Tekstil korxonasida transformatorlarning eskiligi aniqlangan. Bunga binoan shu transformatorlarda ham qay darajada ishlashi bo'yicha tahlillar amalga oshirilgan.
Birinchi ilmiy yangilikni amaliy natijasi sifatida korxona asosiy vositalarini ECG tamoyillari ostida tahlil qilish, aksiyalar tarkibi, investitsion salohiyat va bo'yicha xulosalar chiqarish imkonini bergan. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Xulosalar berilgan. Ma'lumot kengash a'zolari serdampni ilmiy rahbarini savol javoblar o'tkazdik. Ma'lumot kengash a'zolari tadqiqot mavzusini tugatdi. Marhamat, savollarimizni. Bir de bana toplantı kapanmalarında asasi vositalar, material sağlığı tahlilinin maliyevi zamanlarını halkına sanatlarına soslu takamlaştırış meseleleri bir mağdur koyulganda. Bana bu demek 14. birde asasi vositalarını inventaryasından ötkeziliği kartı, 19. suali bölümünde 4. lafası, namunların şekli ki 3. cedvelde asosiy vositalarni inventaryasiyadan o'tkazish ro'yxatining takomillashgan namunali shakli deyapsiz. Birinchi savol. Hozir demak, buxgalteriya hisobi barcha korxona tashkilotlarida raqamlashgan. Hozirgi mana takomillashgan namunali shaklingiz qanchalik ta'sir qiladi bu yerda? Demak, har doim bu masala dasturiy ta'minotga bog'liq, bu yerda talablar o'zgaradi. Ularga ta'siri bormi yoki yo'qmi? Shunga aniqlik kiritsangiz, birinchi savol. Hop, ikkinchi savol. 5. jadvalda 19. Farg'ona viloyatidagi to'qimachilik korxonalarning 20-24 yillarda mahsulot ishlab chiqarish hajmi 1000 so'mda beryapsiz. Demak, 24gacha bergansiz. Bu yerda tahlil qilgandan keyin demak, agarda bir prognoz ham ishlab chiqilganmi keyingi yillarga? Shunga aniqlik kiritsangiz. Birinchisi bundan kelib chiqib mana bu buxgalteriya balansida ham qanday o'zgarishlar bo'ladi. Hop, 23. betda 8. jadval berilgan samaradorlik ko'rsatkichlari keyin demak asosiy vositalarni va BXSI va BXMSIlar bo'yicha tasniflanishdagi tafovutlar bor. Demak, bu yerda boshlang'ich qiymat, ya'ni asosiy vositalarni beryapsiz-da, ikkovlarini tafovutini beryapsiz. Bu demak, bu yerda ham yana savol tug'iladi. Siz bu o'zgarish qonuniyati, demak, necha bo'lmaganda 10 yillik davr ko'rgan bo'lsangiz kerak. Ular dinamikasini o'rganib, keyin buni o'rtachasini olgan bo'lishingiz kerak. Bularda mana shu parametrlarda ham kelgusida qanaqa bo'lishi, qanday o'zgarish qonuniyatiga egaligiga e'tibor qaratganmisiz yoki yo'qmi? Shunga aniqlik kiritsangiz. Üçüncüsü demek 11. jadvalda Farg'ona viloyatidagi to'qimachilik korxonalari 21-24 yillarda energiya resurslari iste'moli hajmi. Bu ham xuddi shunday savol tug'diriladi. Demak, agarda bu yerda mana 4 ta korxonani olgansiz, bularni demak elektr energiya, gaz bilan iste'molini o'rganib chiqqansiz. 21, 22, 23, 24. Bularda ham keyingi o'zgarishlar tendensiya qanaqangi bo'ladi? Buni o'rganganmisiz yo faqat yana shu yillar bilan chegaralanganmisiz? Va shularga doir qanday taklif va tavsiyalar bergansiz? Shunga aniqlik kiritsangiz, javobingiz uchun oldindan rahmat. Savol uchun rahmat.
inventarizatsiyadan 14 betda ikkinchi jadvalda 19 sonli buxgalteriya hisobini 4 ilovasida asosiy vositalarni inventarizatsiya qilishga o'tkazish ro'yxati bor. Biz taklif qilayotgan inventarizatsiya ro'yxatida namunaviy taklif qilayotgan namunaviy shaklimizda bu yerda moddiy javobgar shaxs hisoboti bo'yicha ham ma'lumotlar kiritib qo'yilgan. Ya'ni ikkovining o'rtasidagi farq shu. Hozirgi kunda raqamlashtirish jarayonlarida bu jarayonlarni amalga oshirish qulay, ya'ni xuddi mana shunday o'rtadagi tafovutlarni oldindan olish maqsadida bular doimiy raqamlashtirish vaqtida, ya'ni har oyda moddiy javobgar shaxs tomonidan ham haqiqiy borligi yoki buxgalteriya ma'lumotlarida mavjudligi bo'yicha ma'lumotlar keltirib o'tib ketiladi. Agar siz aytmoqchi bo'lganingizdek, agar bu raqamlashtirishda bir to'sqinliklar bo'ladimi, ya'ni ishlamay qolish, shunga o'xshash, buni qo'lyozma shaklda ham amalga oshirish oldindan o'zi 19-sonli BXMSda 4-ilova bo'yicha qo'lyozma shaklda bo'lgan. Buni ham raqamlashtirsa, ya'ni raqamlashtirishga o'tkazsa ham, ya'ni qo'lyozma shaklda olib borsa ham bo'ladi. Ikkinchi savol, 5-jadval 19-betda Farg'ona viloyatidagi hukumatchilik korxonalarini 2020-2021-yillarda mahsulot ishlab chiqarish hajmi o'rganib chiqilgan. Mahsulot biz asosan tadqiqotlarimizni 2024-yil amalga oshirganmiz. 2024-yilgacha bo'lgan barcha tahlillarni amalga oshirib, 2025-2026 yillar uchun ham prognozlar qilingan. Ya'ni bu bo'yicha, ya'ni hozirgi kunda prezidentimiz tomonidan to'qimachilik sohalarini rivojlantirish bo'yicha bir qancha qarorlar, loyihalar ishlab chiqilyapti. Xususan bu yil investitsiyalarni kiritishda yuqoriligi aynan Quva tekstil korxonasiga Xitoy korxonalari tomonidan, Turkiya korxonalari tomonidan ko'pgina investitsiyalarni kiritilishiga guvohi bo'ldik. Shuni hisobga olib, 2025-yildan bu jarayonlar kamida 10% ga oshishi ko'zda tutilgan. 3-savol 23-bet 8-jadval. Bu yerda asosiy vositani yillar kesimida samaradorlik ko'rsatkichlarini olganmiz. Ya'ni yalpi foyda bo'yicha rentabillikni aniqlashda yalpi foyda, sof foyda va asosiy faoliyat foydalaridan foydalanganmiz. Oxirgi 2 yil ichida korxona foyda ko'rmagan, shu bois ham foyda ko'rmagani uchun bularni barcha ko'rsatkichlarimiz nolni tashkil qilib qolgan. O'sha yaqin kelajakda, ya'ni 2025-yildan boshlab, agar hammamizga ma'lum, Quva tekstil MCH korxonasi boshqa ta'sischilar qo'liga o'tdi. Ya'ni yangi loyihalar tuzildi. Bunga binoan 2025-yildan boshlab korxona foyda olish strategiyalarini tuzib qo'yishgan. Va 11-jadvalda Farg'ona viloyatidagi hukumatchilik korxonalarini 21-24-yillarda energiya resurslari iste'moli hajmi iste'mol hajmlarini ko'rganmiz. Gaz iste'moli hajmi yillar davomida o'sib borgan, elektr iste'moli ham bunga mutanosib ravishda o'sgan. Bularni ham agar ya'ni o'sha mahsulot ishlab chiqarish hajmini ko'payishi agar biz bergan takliflarga, ya'ni xalqaro standartlar bo'yicha yoki SSG bo'yicha tahlillarni amalga oshiradigan bo'lsak, ya'ni amalga oshirsa korxona 25-26 yillarda gaz va energiya iste'mol hajmlari ancha pastlashi belgilab o'tib tahlil jarayonlarini amalga oshirganmiz. Doğru. Bu yıl 2026 yıl iyun neresi? 25 yılga rejalashtirilgan deganingiz to'g'ri. Ha. Javoblarni korreksirovka qilishingiz kerak. Xo'p, marhamat, savollar bo'lsa. Nurxon Avazovna, rahmat tadqiqotingiz uchun va taqdimotingiz uchun. Menda ikkita savol paydo bo'ldi. Transformatsiya masalalari haqida gapiryapsiz. Aynan moliyaviy hisobot xalqaro standartlari
talablari asosida asosiy vositalarni moliyaviy hisobotni yuritishni transformatsiya jarayonlarini beryapsiz. Endi mana shu transformatsiya jarayonlarida xilma-xil bosqichlar bo'ladi. Eng qiyin bosqich sizni tadqiqotingiz natijasida qanaqa bosqich bo'ldi? Va 4-ilmiy yangiligingiz bo'yicha savolim ESG tamoyillariga asoslangan ko'rsatkichlar tizimi asosida siz takomillashtirilgan tahlil uslubiyotni beryapsiz-da. Va aynan mana shu uslubiyotni natijasi nimada ko'rdingiz va uni iqtisodiy samaradorligi nimada? Savol uchun rahmat. Transformatsiya qilishda o'ziga yarasha qiyinchiliklari ham, o'ziga yarasha xarajatlari ham hozirgi kunda mavjud. Asosiy vositalarni xalqaro standartlarida eng qiyin murakkab jihatlari umuman amaliyotda ham belgilab qo'yilgan, ya'ni qayta tasniflash va boshlang'ich qiymatni qayta hisoblashdan iborat. Chunki bunda aktivlarni iqtisodiy mazmuni, foydali xizmat muddati, amortizatsiya va shu bilan birga qadrsizlanish ehtimollari chuqur o'rganiladi va tahlil qilinadi. Aktiv va majburiyatlarni tan olish mezoni xalqaro standartlarga farq qiladi. Shu sababli ko'plab obyektlarni qayta klassifikatsiya qilishni bu jarayon talab etadi. Keyingi savolingiz ESG tamoyillarini asosiy vositalarda tahliliga qo'llashda qanday iqtisodiy samara mavjud? ESG tamoyillari bilamiz, bu ko'proq ekologiyaga bog'liq bo'lgan tahlillarni amalga oshiradi. Ya'ni an'anaviy usullardan voz kechmaymiz. An'anaviy usullarni takomillashtirish maqsadida ESG bo'yicha tahlillarni amalga oshiramiz. Bunga binoan ya'ni asosiy vositalarni ekologiyaga ta'siri tahlil qilinadi. Ya'ni bundan kelib chiqadiki, tahlil natijasida samarasiz elektr energiyani chiqindi samarasiz karbon kislotasini ko'p chiqaruvchi gazlar hamda elektr energiyasini ko'p iste'mol qiluvchi asosiy vositalarni yangi turdagi asosiy vositalarga almashtirishni. Bu o'z-o'zidan bevosita yaqin kelajakda, ya'ni hozirgi kunda biz mana shu narsalarga investitsiya kiritadigan bo'lsak, ya'ni asosiy vositalarni ESG talabiga mos asosiy vositalar bilan integratsiya qiladigan bo'lsak, bular hozirgi kunda investitsiya, ya'ni xarajat bo'lgani bilan kelgusida buni iqtisodiy samaradorligi yuqori bo'ladi. Endi men bitta borida uni ko'rsatib o'talmadim. O'sha bitta transformatorni boshqa yangi turdagi transformator bilan solishtirib chiqqanmanda, uni 3 yildan keyin qay darajada foyda berishini tahlilini amalga oshirganmiz. Demak, qimmat bo'lsa ham samarasi yuqori. Ha, yaqin 3 yil, 4 yilda samara, iqtisodiy samara beradi. Faqat savollar bo'lsa. Rahmat, Shahrinoz Avazxonimna. Haqiqatda bugungi kunda mana shu to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalarni to'g'ri hisobga olishlari, hisobni to'g'ri yuritishga dolzarb masala hisoblanadi. Menda savol bor edi. Birinchi savolim, xususan mana shu aynan asosiy vositalar tarkibida bugungi kunda mana shu zamonaviy texnologiyalar mahsulot sifatiga, eksportbop mahsulotlar ishlab chiqarishga juda ham katta ta'sir ko'rsatadi. Sababda mana shu tadqiqot obyekti hisoblangan Quvatekstil MCH'da bugungi kunda bu bo'yicha holat qanaqa? Texnologiyalar, texnika texnologiyalar, chunki bu Quvatekstilda boshqa tasarrufga o'tyapti degan holat bor. O'shaning uchun bu bo'yicha baholaganmiz holat bo'yicha. Va ikkinchi savol, agar asosan asosiy vosita tarkibidan investitsiya ko'chmas mulk tarkibiga o'tkazilsa, bunda qaysi qiymat bo'yicha baholanishi talab etiladi? Bu yangiligingizga tegishli ekan. Bo'yicha ko'rib chiqqan bo'lsangiz, marhamat oydinlik qilib bersangiz, rahmat javoblaringiz uchun. Ustoz savol uchun rahmat. Asosiy vositalarni Quvatekstilda tahlilini amalga oshirish jarayonida shunga guvoh bo'ldikki, hozirgi kunda ya'ni energiya tejamkor zamonaviy asosiy vositalar Quvatekstilda ham bor. Xitoyning ipli guruh korxonalarining asosiy vositalari, Turkiyaning laboratoriya jihozlari, ya'ni laboratoriyada ishlatiladigan jihozlari, Italiya, Shvetsiya davlatlaridan keltirilgan o'sha oxirgi modeldagi asosiy vositalar mavjud. Shuni ta'kidlab o'tish kerakki, hozirgi kunda ularda salmog'i juda ham yuqori bo'lmasa ham, ular hozirgi kunda eng tejamkor, ya'ni ishlab chiqarish samaradorligi yuqori bo'lgan
asosiy vositalar hisob tarkibida turibdi. 20-yillarda ustir bilan restr nimalari, laboratoriyalari bor. Ular hozir ham turibdi. Shular ham bor, laboratoriyalari bor. Endi ularga yangi siz aytmoqchi yangi investorlar kirib kelish bilan o'ylaymizki, bu zamonaviy laboratoriyalarda jihozlarini ham soni menimcha ortib boradi. Xo'p, to'rtinchi Ikkinchi savol. savol Ko'chmas mulk tarkibiga o'tkaziladigan bo'yicha qanday qiymat? asosiy vosita tarkibidan investitsiya ko'chmas mulk tarkibiga aksiyani olib o'tayotganimizda dastlab boshlang'ich qiymati bilan olib o'tiladi. Keyinchalik esa uni bozor qiymati bilan, ya'ni adolatli qiymat bo'yicha baholanib boradi. Chunki bu xalqaro standartlarning talabi ham shu. Xalqaro standartlar bo'yicha adolatli qiymatda baholanishi bu bevosita amortizatsiya hisoblanmaydi. Ya'ni o'rtadagi farq foyda va zararlarda ko'rsatilib boriladi balanslar. Buxgalteriya balansi. Birinchi bobda nomini qo'yganimizda me'yoriy nazariy me'yoriy huquqiy asoslarni nomlaganimizda 2 betdan iborat birinchi bobga joy ajratilgan. Bitta o'sha nazariy asoslariga ko'proq e'tibor qaratyapsizda. Xulosani birinchisiga o'qigan bo'lsak, asosiy vositalarda ishlab chiqarish omili bo'lgan kapital tarkibidagi o'rni haqidagi xorijiy va mahalliy olimlarni ilmiy ishlari tadqiq etildi deyapsiz. O'sha endi tadqiq etilganligi haqida gapiryapsizda. Buni natijasida nima aniqlandi? Shuni shu haqda to'xtalib o'tsangiz, keyin o'sha mana shu birinchi bobga ajratilgan qismda me'yoriy huquqiy asoslar deyilgan, lekin matnda me'yoriy huquqiy asoslar ko'rsatilmagan. Sizga ikkinchi savol shundan iboratki, o'sha moliyaviy hisobotni xalqaro standartlari bilan milliy standartlar o'rtasida o'sha asosiy vositalar hisobi bo'yicha qanday tafovutlar mavjud? Bu ikkinchi savolim. Keyingi savolim, asosiy vositalar hisobini milliy hisoblarni xalqaro standartlari bo'yicha tashkil etish investitsion jozibadorlikka qanday ta'sir qiladi degan savol. Rahmat. Ustoz, savol uchun rahmat. Biz haqiqatda ham birinchi bobda asosiy vositalarning nazariy huquqiy me'yoriy asoslarini o'rganganmiz. Avtoreferatni hajmidan kelib chiqib, u jadvallar shu kungacha bo'lgan hamma nimalarimizda bor edi, lekin olib tashlashga to'g'ri keldi. Bu yerda aynan asosiy vositalarga tegishli bo'lgan barcha, ya'ni standartlar, xalqaro standartlar, IAS 5, IAS 16, IAS 37 qadrsizlanish bo'yicha IAS 40, IAS 41 standartlarga alohida urg'u berib o'tib, ularni o'rganib ketganmiz va kapital tarkibi bo'yicha ham olimlar qarashlarini bevosita bunga bog'lab, ya'ni milliy bilan xalqaroni solishtirib ketganmiz. Ya'ni o'tmishda kapital tarkibida asosiy vositalar qay darajada o'rin egallagan, iqtisodchi olimlarimiz tomonidan ular mehnat qurollari hisoblanadimi, mehnat predmetlari hisoblanadimi yoki ular moliyaviy resurslarmi? Har bir olim o'zini fikrini o'rgangan va buni avtoreferatda hajm hisobga olgan holda olganmiz. Keyingi ikkinchi savolingiz ustoz, hozirgi kunda xalqaro standartlar va milliy standartlar o'rtasidagi farq deyapsiz. Albatta, xalqaro standartlar va milliy standartlar o'rtasida asosiy vositalarda birmuncha farq bor. Yuqorida ham aytib o'tdikki, buxgalteriya hisobini milliy standartlarda asosiy vosita sifatida tasniflanadigan aktivlar xalqaro standartlarda boshqa turdagi aktivlarga bo'linadi. Tan olishda ham birmuncha farqlar bor. Amortizatsiya hisoblashda xalqaro standartlar amortizatsiyani komponentlar bo'yicha, ya'ni har bir jism o'sha asosiy vositaga tegishli bo'lgan jism bo'yicha alohida amortizatsiya hisoblashni taklif qiladi. Va uchinchi savolingiz, asosiy vositani investitsion, hozirgi kundagi investitsion jozibadorligi, albatta asosiy vositani xalqaro standartlar asosida yuritishni hozirgi kunda eng dolzarb muammolardan biri bo'lyapti. Ya'ni Prezidentimiz 282-sonli qarorlari chiqqan. Bunga binoan Markaziy bank bilan 37-36-sonli qo'shma qaror asosida jamiyat ahamiyatiga ega bo'lgan tashkilotlarni 2027-yildan boshlab xalqaro standartlarga, ya'ni eng yirik soliq to'lovchi tashkilotlarni xalqaro standartlar asosida hisoblarni yuritishi belgilab qo'yilgan. Endi investitsion jozibadorligiga keladigan bo'lsak, uni baholash, ularni to'g'ri tan olish va tasniflash natijasida korxonadagi aktivlarni bozor qiymatida ko'rish yaqinlashtiradi. Bevosita
haqqoniy asosiy vositalar haqqoniy qiymatda baholangandan keyin investitsion jozibadorlik oshadi, ya'ni investorlarni o'ziga jalb qiladi. Shu bilan bir qatorda umuman olganda korxonani boshqaruv tizimini xalqaro standart asosida hisob yuritishi zamonaviyligini ko'rsatadi. Ya'ni investorlar ishonchini oqlaydi. Rahmat. Marhamat, yana savollar bo'lsa. Bunda yo'q ekan savollar. Menda savol bor edi, bitta ikkita savollar. Marhamat. Ruxsat yaxshi eshitilayotgan bo'lsa, hozir yozib olgan edim. Endi ESG bo'yicha savollarni berishdi, mana Elnoraxon savol berdilar. Keyin Muyassar opa ham rosa men so'ramoqchi bo'lgan narsalarni so'radilar. Menda to'g'risi sal savolim radikalroqqa o'xshaydi, lekin endi bari so'rash kerak bo'lgan narsada Shahrinoz. Savolim masalan mana ilmiy yangiliklaringizga to'g'risi menda qandaydir shubha bor desam ham bo'laveradi. Masalan, birinchi ilmiy yangiligingizda aytyapsizki, inventarizatsiyadan o'tkazish ro'yxati nomli reyestrini takomillashtirildi deyapsiz. Ikkinchisida aytyapsizki, qayta tasniflash dalolatnomasi nomli buxgalteriya hisobi reyestri takomillashtirildi. Ali nima desam bo'ladi endi? Ilmiy yangiliklar juda ham oddiy va bu aytaylik PhD darajasida ilmiy yangilik deb hisoblamayapman. Endi men bu himoyadan ko'rib, avtoreferatda o'qib, o'shaning uchun sizga savolim bu ilmiy yangiliklarda ilmiyligi nimada o'zi va qaysi elektron platformalarda bu aks ettirilgan? Bu oddiy hujjat shaklini o'zgartirish xolosmi yoki oddiy hujjat shaklini o'zgartirib qo'yishdi o'zi xolosmi? Birinchi ilmiy yangiligingiz ham, ikkinchi ilmiy yangiligingiz ham. Uchinchisi bo'yicha ham bir yo'la beravering yo bittalab bersam bo'ladimi? Hammasini beraveraymi? Ha, birinchi xullas savolim shu, birinchi ikkinchi ilmiy yangiliklarni nimasi ilmiy yangiligini hisoblab bersangiz. Ikkinchi savolim ESG asosida tahlil takomillashtirildi deb aytilyapti. Endi aynan qaysi ko'rsatkichlar asosida takomillashtirildi? Faqat shu transformatorda bittasi ko'p, bittasi kam ishlayotgan deb taqqoslab qo'yildi xolosmi? Yo konkretniy ko'rsatkichlari takomillashtirildi degandan keyin qaysidir bir ko'rsatkich taklif etildimi? Yo boshqa birorta narsa bormi? Sababi bu stanoyda olib qo'yib, bu stanoyda qo'ysangiz, bu kamroq elektr energiya sarflayotgan yo gaz sarflayotgan yo aytaylik boshqa yana bir yoqilg'i sarflayotgan deyish bu ko'rsatkichlarni takomillashtirish hisoblanmaydi-da meni fikrimcha. O'shaning uchun qaysi ko'rsatkich aniq takomillashtirildi va faqatgina transformator xolosmi? Boshqa asosiy vositalar ham yo'qmi? Faqat transformator o'zini ko'rsa xolosmi? Tushunarli bo'lgan bo'lsa, savollarimga javob bersiz. Savol uchun rahmat. Uchinchi savolingizdan javob berishni boshlayman. Biz bu yerga transformatorlarni nimaga aynan transformatorlarni oldik? O'sha korxonani soha mutaxassislari bilan kelishganimizda, ya'ni o'sha o'rganganimizda tahlil jarayonlarida elektr energiyani sarfi yuqoriligini ko'rdik. Shuning uchun bulardan so'rab surishtirganimizda aynan o'zimiz bu sohani, ya'ni energetika sohasini mutaxassisi bo'lmaganimiz uchun ularni fikrlaridan xulosa qilishga harakat qildik. Hozirgi kunda aynan shu natijalarni, ya'ni o'sha transformatorlarni 30 yildan ortiq mobaynida ishlatilib kelishi, ya'ni ularni hozirgi yangilanmaganligini, ya'ni gaz hozirgi kunda svetni ko'p, ya'ni elektrni ko'p hajmda ishlatilishiga sabab bo'layotganini ko'rdik. Endi undan tashqari ustoz u yerda yana asosiy vositalar bor. Ular tahlilini dissertatsiya ishimizda birma-bir ko'rsatib o'tganmiz. Ya'ni hozirgi kunda ularning yangi avlod pokoleniyalari, ya'ni mavjud bo'lgan asosiy vositalar bor, lekin korxona hali ham mana shu asosiy vositalardan foydalanmagan holda eski asosiy vositalardan foydalanib turibdi. Endi bunga biz nimani sabab qilib ko'rsatamiz? Hozirgi kunda korxonada foyda yo'q, shuning uchun ham hali rekonstruksiya, ya'ni o'sha yangilanish, modernizatsiya jarayonlari vaqtinchalik shu 2-3 yil o'rtasida amalga oshirilmagan va asosiy vositalar hozirgi kunda o'sha eski asosiy vositalarda ulushi yuqoriligi sabab bo'lyapti. Xo'p, Shahnoz mashta qarangda yo to'xtayman, mashta qarangda, masalan, Farg'ona davlat texnika universitetida ham
ishlatilmayotgan eski masalan jihozlar bo'lishi mumkin. Men o'zim ishlayotganimda hali ko'rganmiz. Har xil nima deydi, eski zil bormidi ekan, shunga o'xshagan og'ir avtomobillar bor edi. Nima? Men masalan hozir borib, asha avtomobilni sotib olinglar, ko'p elektr energiya yoki ko'p yoqilg'i iste'mol qiladi desam, bu ilmiy yangilik bo'lib qoladimi bu? Yo'q, uzr ustoz, biz bu yerda buni misol tariqasida keltirganmiz. ECG asosida tahlilni amalga oshirishdan maqsad, ya'ni hozirgi kunda korxona qancha foyda olyapti emas, tahlildan maqsad qanday foyda olyapti. Ya'ni bu shunchalik foyda olyapti-yu, lekin tabiatga bu qancha zarar yetkazyapti. Tahlilni maqsadi ham shu o'zi. Bitta tahlil aytyapman-ku, chuqur o'rganilgan. Ya'ni biz tomonidan bizdan berilgan taklif o'sha an'anaviy fond qaytimi, fond sig'imiga qo'shimcha ravishda, ya'ni ularni takomillashtirgan holda, ya'ni biz asosiy vositalarni faqat qancha mahsulot ishlab chiqarishini emas, asosiy vositalarni atrof muhitga ishlab chiqarayotgan foydani ko'radi, zarari qancha bo'lyapti. Mana shularni ham ko'rib chiqqanmiz. Yo'q, tushunarli. ESG bor narsa-yu, deymanda, ESGni tahlili bor narsa. Uni masalan bitta korxonaga qo'llab qo'ysangiz, shuni bitta korxonani ESG asosida tahlil qilib qo'ysangiz, u ilmiy yangilikmi unda? Javob bering, marhamat. Ilmiyligini asoslab bering deyaptilar. Masalan, ESGni uchalasini misol bunaqada Shahrinoz, agarchi siz aytganingizda ESG 3 ta o'sha social nima, environment, ya'ni yana bitta narsa, o'sha uchalasini governance nima, uchalasini qo'shib turib, mana uchalasini olgan natijamizni mana bu integral ko'rsatkich asosida birlashtirdik deganingizda ha deyiladi. Masalan, socialdan buni, environmentdan buni, governancedan buni olib turib, uchovini olib umumlashtirgan bitta ko'rsatkichga olib kelib, bundan ildiz ostidan, 3 ildiz ostidan bitta narsa chiqarib qo'ydik. Uchalasini ildiz ostiga olib turib, yo uchalasini bir-biriga ko'paytirib bir narsa chiqarib qo'ydik. Yo oddiy mana additivlar bor. O'tgan safar nimada chiqdi? PKSda chiqdi. O'sha asosida uchalasini qo'shib turib bunaqa ko'rsatkich oldik. Buni asosida reytingi bunaqa bo'ladi. Agar bu ko'rsatkich 100 dan 80 gacha bo'lsa bunaqa bo'ladi, 60 dan 80 gacha bo'lsa bunaqa bo'ladi degan narsani qo'shib qo'yganingizda hozir men o'ylaymanki, endi siz harakat qilyapsiz ilmiy yangilikni asoslab berishga-yu, endi bu keyingi ishlaringizga bu hali norasmiy sifatida chiqib balkim aytarmiz uni-yu, yana ham yaxshi bo'lardi. Endi ikkinchi savolimga o'tvorsangiz, birinchi va ikkinchi ilmiy yangilikka. Birinchi ilmiy yangilikda o'sha inventarizatsiya jarayonlarini moddiy javobgar shaxsi buxgalteriya hisobida natijalarida mujassamlashtirilgan inventarizatsiyaning namunaviy shaklini berganmiz. Buxgalteriya hisobida buxgalterlarning, ya'ni yo'nalishimizdan kelib chiqayotgan bo'lsak, buxgalterlarning asosiy vazifasi hozirgi kunda ham, o'tgan zamonlarda ham iqtisodiy, ya'ni foyda emas, xo'jalikda bo'lib o'tayotgan operatsiyalarni shaffof holatda aks ettirishdan iborat. Shuning uchun har bir asosiy vosita haqidagi analitik hisoblarni amalga oshirish uchun o'zida shaffoflikni aks etadigan inventarizatsiyani namunaviy shakli ishlab chiqildi. Men o'ylaymanki, bu ilmiy yangilik bo'la oladi. Va bu ilmiy yangiliklarimiz amaliy natijasi o'sha To'g'ri sanoat uyushmasi tomonidan tasdiqlab berilgan. Ikkinchi ilmiy yangilik, ya'ni o'sha dalolatnomani, ya'ni asosiy dalolatnomani chiqarib qo'yish bilan ilmiy yangilik bo'la oladimi? Xalqaro standartlarga biz xalqaro standartga o'tishimizdan sabab, ya'ni bu xalqaro standart majburiyat emas, bu bizga tavsiya sifatida berilgan. Demak, biz undan foydalanayotganimizdan keyin, uning ichidagi aktivlarni qayta tasniflayotganimizdan keyin, bu aktivlarni haqiqatda shu investitsion ko'chmas mulk bo'ldi degan, ya'ni sotish uchun mo'ljallangan asosiy vosita bo'ldi degan hujjat bo'lishi shart. Ya'ni uslubiyot. Biz taklif qilayotgan bu dalolatnoma ertadan keyingi keladigan soliq tekshiruvlarida, ertadan keyingi bo'ladigan audit tekshiruvlarida bevosita xizmat qiladi. Shuning uchun ham meni fikrimcha bu ilmiy yangilik bo'la oladi. Marhamat. Yana bitta savol qoldi.
Yo'q, bo'ldi. Mana shu birinchi, ikkinchi yilni yangilikni bitta qilib beruvdim. Mayli, tadqiqot sifatli ilmiy yangilik ekan. Mayli. Xo'p, keyingi kim? Bir savollar bo'lsa, marhamat ilmiy kengash a'zolari. Endi bitta savol bor, kichkinagina. Mana amortizatsiyani hisoblash masalasini beryapmiz, model boshlang'ich qiymatga nisbatan yoki ikkinchi taklif qilyapsiz, qadrsizlanishga testdan o'tkazish. Asosiy vositalarni o'zi daromad keltira olganligi uchun amortizatsiya hisobi xarajatga olib boramiz. Lekin bu yerda hozir amortizatsiya hisoblamayapsiz, qadrsizlanishni ko'ryapsiz. Asosiy vositasi ishlamasa ham qadrsizlanishi mumkin. Zo'r ishlab daromad kelsa ham qadrsizlanmasligi mumkin. Bunda qanday bo'ladi? Konseptual asosdagi muvofiq tamoyili. Xarajat qilinyaptimi? Olayotgan daromadga muvofiq emas bo'lib qolishi mumkin. Shunga qanday qaraysiz? Ya'ni adolatli qiymat modelida amortizatsiya to'g'ri haqiqatda ustoz hisoblanmaydi. Bunda farq ya'ni bozor qiymati bilan, ya'ni hozirgi kundagi balansdagi qiymat o'rtasidagi farq bevosita xususiy kapitalda hisobga olinadi. Endi qadrsizlanish asosiy vositani ya'ni ikki xil qadrsizlanish bor, ma'naviy va moddiy qadrsizlanishi. Birinchisini bilamiz, bu ma'naviy qadrsizlanish bu yangi texnika texnologiyalarni kelib chiqishi natijasida asosiy vositani ya'ni hozir aytib o'tganimizdek qadrsizlanib qoladi. Ya'ni oilaviy oxirgi turdagi kompyuter, oxirgi turdagi tikuv mashinalari, oxirgi turdagi nimalar. Qadrsizlanishga xalqaro standartlar bo'yicha qadrsizlanishga test o'tkaziladi. Ya'ni qadrsizlanish degani o'sha aktivning balans qiymatini bozor qiymatiga nisbatan pasayib ketishi. Bular ham bevosita moliyaviy natijalarda foyda va zararlarda aks etadi. O'rtadagi farq. Bunda iqtisodiyotda ta'rif beramiz, iqtisodchilar ayniqsa ta'rif beradi. Asosiy fond deb o'zini qiymatini ishlab chiqarayotgan mahsulotga, ko'rsatayotgan xizmatga asta-sekinlik bilan o'tkazib boradi deyapti. Endi siz buni qadrsizlanishdan testdan o'tkazsangiz asta emas, ko'p ham umuman o'tkazmay ham qolishi mumkin ekan. Shu muvofiqlik buzilib qolmayaptimi shu yerda degan masala turadi. Xalqaroga moslashsak, bunda iqtisodiyotimizda berayotgan ta'rifni qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Agar iqtisodiyotga berayotgan ta'rifda qolmoqchi bo'lsak, bunda xalqaro standart bizga qarama-qarshi ziddiyatga chiqib qolyapti. Shaxsiy fikringiz bu yerda dissertatsiya masalasida emas. O'sha ustoz bu yerda ham ta'riflari bor. Siz aytgandek, o'zini moddiy ishlab chiqarishda, o'zini qiymatini moddiy ishlab chiqarishga, ya'ni amortizatsiya orqali bo'lib o'zini qiymatini yetkazib boradi. Endi xalqaro standartlarda bo'yicha asosiy vositalarga ta'rif berganmiz. Bu tovar xizmatlarni ishlab chiqarishda, sotishda, xizmatlar ko'rsatishda yoki ma'muriy maqsadlarda foydalanish uchun mo'ljallangan moddiy boyliklar deganmiz. Bevosita bu yerda ham xarajatligicha doim qoladi. Amortizatsiya bilan emas, to'g'ridan to'g'ri o'sha davr xarajatlarga olib borib xarajatga olib borish ikkalasi holatda ham olib borasiz. Faqat farq chiqyapti. Amortizatsiya qilyapsiz, mahsulot ishlab chiqargan. Amortizatsiya qilmayapsiz, eskirmaganligi uchun, ya'ni qadri tushmaganligi uchun bozorda deyapmiz. Masalan, 1 milliardlik asosiy vosita bor edi. 200 million eskirgan edi. Qolgan 800 millionni amortizatsiya qilishimiz kerak. Ana endi siz asosiy vositangiz yilda oxiridan 30 dekabrga testdan o'tkazyapsiz qadrsizlanishga. 500 million qadrsizlanib ketdi. Birdaniga 500 millionni amortizatsiyaga olib boryapmiz. Lekin o'shuncha mahsulot bu asosiy vositada ishlab chiqilmagan. Mana muvofiqlik buzilyapti tamoyili. Bir-biriga qarama-qarshi bo'lib qolyaptimi bu yerda? Shuni bilmoqchi edim. Rahmat. Marhamat, yana savollar bormi? Unda ma'lum o'zimda savol bor edi. Siz endi meni tarafdor qolminga da'vogarlik bergan insonlarga
Mana hali sразу ko'rib Ibrohimovich bilan birga faollangandim. Sizga savol. Masalan, ilmiy yechim bor, texnik yechim bor, texnologik yechim bor. Bundan kelib chiqib muammo bo'ladi. Ilmiy yangilik bor, texnik yechim bor. Sizda shu ilmiy yangilik, ilmiy yechim bilan texnik yechimni uchta farqi. Savol juda Keyingi tadqiqotchilarni tegishli bo'ladi. ilmiy yechim bu albatta agar o'zimizni mavzuga yo'naltiradigan bo'lsak, ilmiy yechim ilm orqali beriladigan tavsiyalar. Narsa ilm orqali bo'ladi. Texnik yechim ham ilm bo'lmasa, bilim bo'lmasa bo'lmaydi. Texnik yechim qilish uchun ham ilm olgan, bilim olgan, o'qigan, o'rgangan. Masalan, texnika sohasida bo'lsa, fizikani bilish kerak, matematikani bilish kerak, materiallarni bilish kerak, kimyoni bilish kerak, keyin yechim qiladimi? Albatta. Sizda mana misol uchun bu yerda Jamoliddin Hikmatullayevich bu mana 2-3 ta nimaga mana shu nimaga kelindi. Do'stlar, texnik yechim bu ilmiy yechimmi bu? Asoslab bering, ilmiy yechim bo'lsa, ilm bo'lgandan keyin bu o'rganib tadqiq qilinishi kerak-da. Nima? Masalan, texnik yechim ham bo'lishi mumkin. Mana qopqoqni boshqacharoq nima qilaylik, bitta yechim qilib qo'yish mumkin, oson. Lekin siz buni qaysi bir ko'rsatkichlarga, salomatlikkadir, boshqadir, buni qiymatigadir, nimagadir ta'sirini o'rgangan bo'lsangiz, u ilmiy bo'lishi kerak, to'g'rimi? O'rgansangiz, tadqiq qilsangiz. Xo'p, siz masalan mana shuni yechim beribsiz. Keyin ilmiy tadqiqni olib borgansiz buni? Albatta. Shuni gapiring. Birinchi ilmiy yangilik bo'yicha ham bu ilmiy yechim sifatida o'sha tavsiya qilinayotgan mana bu reyestrimiz bir qancha o'rtadagi nomuvofiqliklarni oldini olish maqsadida, ya'ni bu oldindan oldini olish maqsadida tuzilyapti. Ya'ni yuqorida ham aytib o'tdik. Daromadni ko'payib chiqib ketishi oldini olingan. Misol uchun oldindan kelasida daromad paydo bo'lib qoladi. Ya'ni inventarizatsiya natijasida bu texnik yechimmi, ilmiy yechimmi? ilmiy Oldini olish. texnik yechim. Texnik yechim bo'lsa ilmiy yangilik, ilmiy bilan texnikda nima farqi bor deb o'sha savol. Savollar bormi? Bu dissertatsiya ishiga yetakchilar rasmiy taqdirda hamda referensiya kelgan takliflar bilan ilmiy yozib beramiz. Farg'ona davlat klinika universiteti tayanch doktoranti Qurbonova Shahrinoz Avazxonovaning 08/00/08 buxgalteriya sho'ba iqtisodiy tahlil va audit ixtisosligida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olish uchun to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalar buxgalteriya hisobot tahlilini moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalari mavzusidagi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD
dissertatsiya ishiga yetakchi tashkilot sifatida Namangan davlat texnika instituti belgilangan. Yetakchi tashkilot tomonidan berilgan taqrizda, demak, dissertatsiya ishining dolzarbligi, unda kiritilgan ilmiy yangiliklar, mazmuni, mohiyati berilgan. Agar subyektlariga faqat unda kiritilgan kamchiliklarni o'qib bersa. Demak, birinchi kamchilik, demak, iqtisodiy taraqqiyotda iqtisodiy tahlil o'rni va uning ilmiy nazariy asoslari deb nomlangan. Mazkur qismda asosiy vositalar tahlilining o'rni va uning ilmiy nazariy asoslari yoritilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Ikkinchi, dissertatsiyaning 2.1 rejasida, paragrafida Quva tekstil emchilik korxonasi asosiy vositalar tarkib qiymatlari bo'yicha jadval ko'rinishda berilganda, ishning saviyasi yanada yaxshi bo'lar edi. Uchinchi, dissertatsiyaning 2.2 paragrafida to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalarni qayta baholash natijalari va amortizatsiya hisobini takomillashtirish deb nomlangan bo'lib, korxona tomonidan amortizatsiya hisoblash tartibi, amortizatsiya hisoblash usullari, qayta baholash uchun asoslar, jamg'arilgan amortizatsiya to'g'risida ma'lumotlar aks ettirish tavsiya etiladi. To'rtinchi, 1.3.1 jadvalda iqtisodiy tahlilning tasdiqlanishi birinchi qatorda ustunlar almashtirilgan. Makroiqtisodiy tahlil ustuniga firmalar, tarmoqlar faoliyati, mikroiqtisodiy tahlil ustiga yalpi ichki mahsulot inflyatsiya yozilgan. Dissertatsiya ishida asosan jadvallar keltirilgan, ammo dinamikani ko'rsatuvchi grafik va diagrammalar kam. Masalan, to'qimachilik sanoatining rivojlanish tendensiyalari, asosiy vositalar tarkibi va uning o'zgarishi, dinamikasi kabi ma'lumotlar grafik shaklida berilganda ishning ahamiyati yanada oshgan bo'lar edi. Dissertatsiyaning 1.2.1 jadvalida ijara nomli 16-son BXS nomli 2 marta kuzatib o'tilgan. Dissertatsiya yuzasidan yuqorida kuzatib o'tilgan kamchiliklar va bildirilgan mulohazalar ishning nazariy va amaliy ahamiyatiga beriladigan ijobiy bahoga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Yetakchi tashkilot tomonidan berilgan xulosaning qaror qismida quyidagilar ta'kidlangan. Farg'ona davlat texnika universiteti tayanch doktoranti Qurbonova Shahrinoz Avazxonovnaning 08.0008 buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit ixtisosligida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori ilmiy darajasini olish uchun to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalar buxgalteriya hisobot tahlilini, moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalari mavzusidagi dissertatsiya ishi mustaqil bajarilgan, mantiqiy yakunlangan ilmiy tadqiqot ishi bo'lib, u O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasining iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori dissertatsiyalariga qo'yilgan nizom talablariga to'liq javob beradi. Tayanch doktorant Qurbonova Shahrinoz Avazxonova tomonidan e'lon qilingan ilmiy maqolalar, hafta referat va dissertatsiya ishining mazmunini to'liq aks ettiradi. Dissertatsiyaning har bir bo'limi bo'yicha nashr qilingan ilmiy ishlar mavjud hamda ishda erishilgan yangiliklar va olingan ilmiy natijalar amaliyotga joriy qilingan. Farg'ona davlat texnika universiteti tayanch doktoranti Qurbonova Shahrinoz Avazxonovnaning 08.0008 buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit ixtisosligida iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olish uchun to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalar buxgalteriya hisobi va tahlilni, moliyaviy hisobotlarni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalari mavzusidagi dissertatsiya ishi Farg'ona davlat texnika universiteti huzuridagi ilmiy darajalar beruvchi DC 03 2025-27-12-I-1905 raqamli ilmiy kengashiga himoya qilish tavsiya etiladi va uning muallifi iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olishga munosib nomzod deb hisoblanadi. Yetakchi tashkilot tomonidan berilgan xulosa: Namangan davlat texnika universiteti ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektor, texnika fanlari doktori professor Dadamirzayev tomonidan imzolangan hamda institutning yozili muhri bilan tasdiqlangan. Dissertatsiya avtoreferatiga quyidagi tashkilot va masalalardan taqrirlar kelib tushgan. Birinchi taqrir xorijiy Northeastern Illinois universiteti Chicago, AQShdan kelgan taqrir mazkur universitet buxgalteriya hisobi, biznes huquqi, moliya kafedrasi dotsenti, PhD Aloqa va xo'jayin tomonidan imzolangan. Taqrir ijodiy kamchilik kuzatilmagan. Navbatdagi taqrir O'sh davlat universiteti professori To'xtarov tomonidan imzolangan. Taqrir ijodiy kamchilik kuzatilmagan. Uchinchi taqrir Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti buxgalteriya hisobi kafedrasi dotsenti Mahkamova tomonidan imzolangan. Taqrir ijobiy kamchiliklar. Dissertatsiya avtoreferatida asosiy vositalar, moliyaviy hisobot xalqaro standartlari asosida amortizatsiya hisoblash usullari ham taqdim etilganda ishning ahamiyati yanada oshgan bo'lar edi.
4-chi taqriz Samarqand iqtisodiyot va servis instituti buxgalteriya hisobi kafedrasi mudiri professor Tashnazarov tomonidan imzolangan. Taqriz ijobiy, kamchilik kiritilmagan. 5-chi taqriz O'zbekiston Xalqaro islom siyosiy akademiyasi xalqaro hamkorlik masalalari bo'yicha prorektor professor Asanaqulov tomonidan imzolangan. Taqriz ijobiy, kiritilgan kamchiliklar. Dissertatsiya avtoreferatida asosiy vositalar buxgalteriya hisobi va tahlilni boshqa korxonalar faoliyati hisob-kitoblari bilan solishtirilganda ishning ahamiyati yanada oshgan bo'lar edi. Navbatdagi taqriz Qoraqalpoq davlat universiteti buxgalteriya hisobi va audit kafedrasi dotsenti Turdiyeva tomonidan imzolangan. Taqriz ijobiy, kiritilgan kamchiliklar. Dissertatsiya avtoreferatida 3-ilmiy yangilik sifatida berilgan 7291 schyoti demontaj majburiyatining dastlabki tan olinishi, keyingi baholanish hamda foiz xarajatlarining moliyaviy hisobotlarda aks ettirish mexanizmi bo'yicha schyotlar korrespondensiyasi va amaliy misollar yetarli darajada yoritilmagan. Hozirgi vaqtda chet el davlatlaridagi xo'jalik yurituvchi subyektlar faoliyati tahlili bilan o'rganilganda ishning ahamiyati yanada oshgan bo'lar edi. Navbatdagi taqriz Qo'qon universiteti xalqaro turizm va iqtisodiyot kafedrasi mudiri mehmonalik tomonidan imzolangan. Taqriz ijobiy, kamchilik kuzatilmagan. Navbatdagi taqriz Andijon qishloq xo'jalik va agrotexnologiyalari instituti buxgalteriya hisobi va audit kafedrasi dotsenti Komilov tomonidan imzolangan. Taqriz ijobiy, kamchilik kuzatilmagan. Va oxirgi taqriz Termiz davlat universiteti iqtisodiyot kafedrasi dotsenti Turopova tomonidan imzolangan. Taqriz ijobiy, kamchilik kuzatilmagan. Barcha taqrizlarning xulosa qismida Farg'ona davlat texnika universitetida tayanch doktoranta Qurbonova Shahrinoz Avazxonovnaning dissertatsiya avtoreferati O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan qo'yilgan talablarga to'liq javob berishi va muallif 08/00/08 buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit iqtisodligi bo'yicha, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori PhD ilmiy darajasini olishga munosib nomzod deb qayd etilgan. E'tiborli uchun rahmat. Rahmat. So'z dissertantga marhamat. Yetakchi tashkilot taqrizi hamda avtoritetga kelishgan taqdirlarga munosabat bildirsin. Yetakchi tashkilotlar va avtoritetlarga bergan taqrizlardagi barcha kamchiliklarni o'rinli yuqorilgan deklaratsiyalarni oxirgi tadqiqot ishlarimizda birta inobatga olamiz. Dissertatsiya xizmatini davom ettiramiz. Birinchi rasmiy panel Bog'yor fanlari doktori professor Abdurayev Abdurovga beriladi. Marhamat. Abdurov aka, menimcha haligi fermer xo'jaligi deydimi, nima bo'lgan? Kirolmay ulanish qiyin bilan muammo bo'ldi. Abdurov aka nimada bug'doy yig'imi degan chiqarmabdi. Fermer xo'jaligi bo'yicha. Nima, o'qiblikka bormi? Demak, birinchi rasmiy panel Abdullayev Abdurov tomonidan dissertatsiya avtoreferatiga 8 betdan iborat taqriz berilgan. Agar ijozat bersalar, taqrizning asosiy qismlarini o'qib bersam. Demak, dissertatsiya ishini yutuqlari, dolzarbligi bo'yicha bir qator o'zini fikrlarini bildirgan holda ayrim kamchilik va munozarali holatlar bo'yicha o'z fikrini bildirgan. Dissertatsiyaning 19-23 betlarida asosiy fondlar yoki asosiy vositaga iqtisodiyot nazariyasi bo'yicha bir qator yetuk olimlar tomonidan berilgan ta'riflar keltirilgan, ammo bu qarashlarga muallifning munosabati keltirilmagan. Ikkinchi, dissertatsiya ishida to'qimachilik korxonalarida asosiy vositalar hisobini va moliyaviy tahlilni, moliyaviy hisobotni xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalari kompleks tadqiq etildi deb ko'rsatilgan bo'lsa-da, olingan amaliy ma'lumotlar quva tekstil emchilik faoliyatiga doir ma'lumotlar bilan cheklangan. Agar bu masalalarni tadqiq etishda respublikada faoliyat yuritayotgan boshqa korxonalardagi mavjud holat ham ko'rib chiqilganda, dissertatsiya ishi mazmun jihatdan yanada boyitilgan bo'lar edi. Dissertatsiya ishini 141 betida xulosa qismining 10-bandida asosiy vositalarning qadrsizlanishiga muallif tomonidan berilgan ta'rifda
bozor sharoitlarini o'zgarishi yoki boshqa sabablar oqibatida jumlasi ishlatilgan. Ammo bular qanday o'zgarishlar yoki boshqa sabablar ekanligiga aniqlik kiritilmagan. 4. Dissertatsiya ishida shuningdek ayrim ortografik va stilistik xatolar hamda tahrirtalab jumlalar ham mavjud. Ularni bartaraf etilishi dissertatsiya ishini sifat jihatdan yanada yaxshilagan va mazmunan boyitgan bo'lar edi. Yuqorida ko'rsatilgan kamchiliklar va bayon etilgan fikrlar dissertatsiyaning umumiy ijobiy holatiga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi. Ularni e'tiborga olinishi esa uning mazmun jihatdan yanada boyitilishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Umuman olganda, dissertatsiya ishidagi ko'tarilgan masalalarning yechimi, olingan natijalar, ishlab chiqilgan ilmiy asoslangan tavsiya va amaliy takliflar bilan o'z tasdig'ini topadi. Ularni respublika korxonalarida qo'llanilishi iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida asosiy vositalar hisobini yuritish va nazoratni tashkil etishda hamda sohaga qilingan investitsiyalarni monitoring va tahlil qilishni xalqaro standartlarga moslashtirishni takomillashtirish imkonini beradi. Xulosa qilib aytganda, Farg'ona davlat texnika universiteti tadqiqotchisi Qurbonova Shahnoza Avazxonova tomonidan tayyorlangan hukumatchilik korxonalarida asosiy vositalarni buxgalteriya hisobi va tahlilini moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari asosida takomillashtirish masalalari nomli dissertatsiya mustaqil bajarilgan, tugallangan ilmiy ish bo'lib, uning avtoreferati dissertatsiyaning mazmun mohiyatini o'zida to'liq aks ettiradi. Dissertatsiya ishi Oliy ekspertlik komissiyasi tomonidan qo'yilgan barcha talablarga to'liq javob beradi. Uning muallifi 080008 buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit ixtisosligi bo'yicha iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD ilmiy darajasini olishga loyiq. Rasmiy opponent, ilmiy kengash a'zosi, Andijon davlat texnika instituti buxgalteriya hisob va menejment kafedrasi professori, iqtisodiyot fanlari doktori, professor Abdullayev Abdurauf. E'tiborli etiblar. Rahmat. Marhamat. Munosabat bersangiz. Ustozga avvalambor dissertatsiya ishini sinchiklab tekshirib, hurmatli vaqtlarini ayamasdan, o'zlarining taklif tavsiyalarini ayamasdan vaqt ajratib alohida ishladilar biz bilan. Ustozga yana bir bor tashakkur bildiraman. Shu o'rinda bitta narsani aytib o'tishim kerakki, tadqiqotni amalga oshirish jarayonida respublikadagi boshqa hukumatchilik korxonalarini ma'lumotini jalb qilish imkoniyati bizga cheklanib qoldi. Sababi aksariyat korxonalar o'zlarining moliyaviy hisobotlari va buxgalteriya hisobining ichki ma'lumotlarini foydalanishiga yo'l qo'yishmaydi. Shuning uchun ham tahlil natijalarida biz o'sha ikkita korxona misolida olishga muvaffaq bo'ldik. Ustoz tomonidan berilgan boshqa kamchiliklar ham taklif tavsiyalar tadqiqotni davomida ko'pi tuzatildi, kerakli joylarga o'zgartirishlar kiritildi va bularni qolgan bergan tavsiyalarini kelgusi ilmiy ishlarimizda foydalanamiz degan qaror bilan ustozga rahmat aytib qolaman. So'z Üçüncü rasmiyatlarının soruyor standart boyutlu farklı boyutlu zaten açılıyor. Allah'a değer katılmış geliyor. Assalomu alaykum kengash raisi va kengash a'zolari. Shubhasiz dissertantimizning mavzusi dolzarb. Chunki bugungi kunda ishlab chiqarish, ya'ni to'qimachilik ishlab chiqarish korxonalari o'rganyapti. Yana shu bilan birgalikda buxgalteriya hisobini ham takomillashtirish va xalqaro standartlarga moslashtirish talab etiladi. Demak, dolzarbligi demak aytib o'tildi. Ko'pchilik tomonidan, istaklarimiz tomonidan ham har bitta bob bo'yicha izohlar berilgan. Chunki bu qizimiz bilan bir hafta davomida ishladik, asosiy kamchiliklarni dissertantimizga ayrim bo'lgan mana shu berilgan savollarda ham ayrim e'tirozlar bo'ldi. Bu e'tirozlar ham inobatga olingan. Ya'ni umuman olganda men ruxsatlaring bilan faqatgina kamchiliklarga to'xtalib yaxshi bo'lardi. Demak,
har bir ishda kamchilik bo'lganligi kabi disiplinamizda ham kamchiliklar mavjud. Birinchi bobda korxonada asosiy vositalardan foydalanish samaradorligi bo'yicha zamonaviy statistik ma'lumotlar yoki amaliy hisob-kitoblarga ko'proq foydalanganda ishning sifati yanada oshgan bo'lar edi. 22.1 paragrafda ma'lumotlar ko'proq tasnifiy xarakterga ega bo'lib, ularni o'zaro bog'liqligi va ta'siri yetarli darajada baholanmagan. Tadqiqotning ilmiy qiymatini yanada oshirish uchun transformatsiya natijalarini aniq moliyaviy ko'rsatkichlar va hisob-kitoblar bilan asoslangan bo'lishi maqsadga muvofiq edi. 128 va 130 betlarda quyosh panellari va yashil energiya tizimlari yoqilg'i korxonalarining ekologik samaradorligini pasaytiradi degan deb aytib o'tilgan, ya'ni qayta tiklanish energiya va texnologiyani joriy etishning ekologik va iqtisodiy tomonlarini ko'rsatib berilganda ishning amaliy ahamiyati yanada oshgan bo'lar edi. Keyingi kamchiliklarni yana bitta ilmiy yangiliklarimizda bir qismi metodologik xarakterga ega. Ya'ni faqatgina shakl shamoyili o'zgarish bilan cheklangan dissertatsiyalik ilmiy yangilik sifatida keltirilgan inventarizatsiyani o'tkazish ro'yxati, qayta tiklanish davlatnomasi va 72-91 ish chekchotlari asosan amaliy hujjatlarni xarakterlash bilan ifodalanadi. Biroq bu yangi nazariy metodologiyasi yoki konseptual modellarni yaratishga asos bo'ladi. Bu ham ya'ni uni maqsadini muvofiqlashtirish hisobidan taklif etilgan registr va hujjat shakli buxgalteriya amaliyotini takomillashtiradi, ammo ularni ilmiy muammolarni nazarga yechishga sifatida yetarlicha asoslab berilmagan deb aytiladi. Keyingimiz o'zi ham aytib o'tdi. Tadqiqotning import bazasi juda ham bor. Yani faqatgina ikkita korxonani ma'lumotlar bilan cheklanib qolgan. Bu yerda Quva tekstil misolida olib borilgan. Ayrim joylarda global tekstil ma'lumotlaridan foydalanilgan. Ya'ni to'qimachilik sanoatida mulkchilik shakllari, ishlab chiqarish quvvatlari, eksport ulushlari, texnologik darajalari turlicha bo'lgan korxonalar ko'proq yoritganda bu ilmiy yangilikning yoki ilmiy ishning ahamiyatini namoyon bo'lar edi. Umuman olganda mana shu kamchiliklarimiz ishning amaliy jihatini yoki maqsadini kamaytirmaydi, balki bu kamchiliklarni tuzatish orqali ilmiy ishni samaradorligini, salohiyatini yanada oshirgan bo'ladi. Tayanch doktorant Turfonova va Shahnoza Avazxonova tomonidan 080008 buxgalteriya iqtisodiy tahlil va audit ixtisosligi bo'yicha fanlar bo'yicha falsafa doktor ilmiy darajasini olish uchun to'qimachilik korxonalari asosiy vositalari buxgalteriya hisobi va tahlilini moliyaviy hisobning xalqaro standartlari asosida takomillashtirish masalalari mavzusidagi yozilgan dissertatsiya tugallangan va ilmiy tadqiqot ishi bo'lib hisoblanadi. Muallif tomonidan mustaqil bajarilgan, tavsiya etilgan ilmiy xulosa va amaliy takliflar ilmiy yangiliklarga ega. Buxgalteriya hisobi va tahlil ixtisosligi bo'yicha iqtisodiyot fanlari falsafa doktor ilmiy darajasini olishga loyiq deb hisoblayman. Sizlarni ham shu chaqirib qo'ying. Rahmat. Marhamat. Infrastruktur aynan taqdirligi Avvalambor dissertatsiya ishimizni o'rganib, o'zlarini hurmatli rahbarini aynan tekshirib, fikr mulohazalarini berganlari va dissertatsiyamizga baliy jihatlarini yana ham kengroq berishdi, yordam qilgan ustozimiz Rashidov Abdurovga qo'shishga samimiy minnatdorchilik bildiraman. Shu o'rinda aytib o'tamanki, birinchi bob nazariyatga ega bo'lganligi sababli biz ilmiy manbalar, me'yoriy hujjatlarni tahlil bilan cheklanib qolganmiz. Keyingi boblarda o'sha asosiy vositalardan foydalanish samaradorligi bo'yicha ilmiy hisob-kitoblarni amalga oshirganmiz. Va keyingisi tadqiqotda empirik bazasi tortdilar. Unga yana aytib o'tib ketdim. O'sha moliyaviy hisobotlarda, korxonalardan moliyaviy hisobotlarni olish imkoniyatlaridan kelib chiqib, o'sha korxonalar, ikkita korxona misolida tahlillari amalga oshirilgan. Ustoz tomonidan berilgan tanqidlarni ham to'g'ri qabul qildik. Shu ustoz bilan ishlash davomida kamchiliklarni bartaraf etdik va Avroniyat Qobilov tomonidan berilgan
fikr mulohazalarni, ya'ni ilmiy takliflarni keyingi ishlarimizda foydalanamiz deb rahmat. Marhamat. Kengash a'zolaridan norasmiy Özüm savol boshlayapmiz. Avvalo, shirkatimiz mana turibdi, Shahrixon. Yo'l saytimizda a'zolari kabi to'p. Bundan tashqari o'zi dissertatsiyani mavzusi ham juda dolzarb. Chunki bizim mamlakatimizda mana hozir agarda hisoblab ko'radigan bo'lsak, mana uchala viloyat, Andijon, Farg'ona, Namangan viloyatlari respublikani trikotaj, to'qimachilik, sanoat mahsulotlarini 50%dan ko'p ishlab chiqaradi. Mana demak, mavzu juda dolzarb. O'lgan va nima Ibrohimjon asosiy fondlardan himoya qilgan bir kishi ham o'zi bu yerda maktab yaratar ekan. Asosiy fondlar domlaning rahbarligida. Bu o'zi qadimgi muammo. Insoniyat dunyoga kelgandan beri demak asosiy fond shakllangan. U asosiy fondni demak ana shu mahsulot qandaqiga singdirish masalasi har doim muammo bo'lib kelgan. Demek muammo haliyam demek rivojlanish tabiiy yo'q, ko'payib boryapti. Shu nuqtai nazardan Shahrixonda qilgan ishi dolzarb, yechimini kutayotgan masalalarga bag'ishlangan. Dissertant o'zini imkoniyati darajasida shuni yechimlarini topishga harakat qilgan. Endi mana demak shakllarni ko'rdim deydi, takomillashtirilgan deyapti. Demek ki agar men bekardan bekarga savol bermadim, har bir o'zgarish hozir raqamlashgan. Buxgalteriya hisobi ayniqsa, bu yerda darhol dasturiy ta'minotlarga bo'lgan talabga o'zgartiriladi. Demak, bitta xarid qo'shilishi yoki hatto olib tashlashida darrov o'zini tashkil topadi. Shuning uchun bu masalalarni ham bir e'tiborga olish kerak. Mana bu yerda ikkinchi jadval bilan uchinchi jadvalda farqi bu kishi demak 7-8 ustunda bu ishlab chiqarilgan yili deb turib raqamni deyaptida, Eninter zavod pasport bo'yicha keyin haqiqiy birligi, soni, qiymati, buxgalteriya hisobi ma'lumotlari bo'yicha deb ketyapti. Bu demak dissertantimiz moddiy javobgar shaxs hisoboti bo'yicha ham bank qo'shilyapti deyilgan. Demak, ana shu kimni bo'ynida turibdi u asosiy pul. U demak albatta hisob kitobni olib boryapti. Buni har nimada ifodalashga harakat qilgan. Lekin mana bu nimada shaklda ozgina xatolik bo'lgan. Mana haqiqiy borligi so'm, qiymati so'mi deyilgan, lekin buni to'g'rilab qo'shish kerak. Endi mana statistika ishlab chiqarilgan mahsulot, unga sarflangan elektr energiya miqdori, energiya resurslari, ya'ni elektr energiya, gaz miqdorlari keltirilgan. Bu yerda dinamika ko'rinib turibdi. O'zi bo'lgan joylari ham bor, nimalar ham. Mana korxonalar o'rtasida juda keskin farqlar bor. Misol uchun Quva Tekstil 30 milyon 985 kilovat ishlagan bo'lsa, demak Borso Osko International 202 milyon. Ya'ni demak mana bu Quva Tekstildan o bo'lsa 7 barobar ko'proq ishlatilyapti. Bu korxona shunchalik narginga nisbatan quvvatliroqmi? Bunga bir aniqlik kiritsa, yana dissertatsiyaning mohiyati boyidi. Men umuman rasmiy taxlislarda opponentlar fikriga qo'shilaman.
dissertatsiya yakunlangan, qizimiz Shahriniyoz shakllangan haqiqiy yog'in olim davramizga qo'shilgandan so'ng ijobiy baho beraman. Rahmat. Rahmat yana so'zga. Hurmatli kengash a'zolari, Shahnozxon Alam xonimlarini taqdimotli ko'rdik, himoyasini berdik. Bitta narsani aytib o'tish kerakki, Shahnozxon o'zi ham iqtisodchi, ma'lumotni yaxshi biladilar, ham buxgalter. Iqtisodchilarga yondashadi deyildi, asosiy vositalarga buxgalterlar boshqa tomondan yondashadi deyildi, lekin baribir mazmun mohiyat bitta. Men nima demoqchimanki, mana asosiy vositalarni buxgalteriya hisobini yuritilishi aynan o'sha quvvat tekstilda ham juda katta muammolari bor-da buni. Endi biz buxgalter bo'lmaganimiz uchun iqtisodiy tomondan yondashamiz, lekin buxgalteriya jihatdan ham ko'ramiz. Keyin mana shu ishda asosiy jihati ham muammoli joyda asosiy vositalarni hisobini o'rganganligi ham alohida ahamiyat kasb etadi bu ishda. Chunki ularni hisobda yuritishda juda katta muammolar bor edi. Bu biz bilgan holatda, lekin buxgalterlar yanada chuqurroq bilishadi. Keltirilgan ilmiy yangiliklar aytadigan bo'lsak, Ismanov domlaning bitta fikrlari bor. Men doim aytaman, velosipedni g'ildiragini yaratsa yetadi. Hamma tadqiqotchi o'zini ilmiy yangiligini dissertatsiya ishining natijasidan keltiradi va buni hali asoslash boshqa masalalar albatta o'ziga tegishli bo'ladi. Yanada chuqurroq o'z fikrini bildirganda hozir yaxshi bo'lar edi. Lekin biz mana avtoriteratdan ko'rishimiz mumkin. Bu ishni ham birinchi marta ko'rganimiz yo'q, bir 3 marta, 4 martadan ko'rganmiz. Asosiy jihatlari keltirilgan. İşte umuman olganda, mana shu rasmiy panetlar fikriga qo'shilaman. Birinchidan ayol kishi bo'lgani uchun nimaga to'qishtalikda dedim. Adashmasam, ikkita farzandni onasi. Juda qiyin masala, ayniqsa buxgalteriya hisobidan ayollarni chiqishida. O'shaning uchun biz endi hamma sohani qiyinlik jihati bor-u, baribir qo'llab-quvvatlashga chaqiraman mana qilingan ishda. Ilmiy ahamiyati baribir yuqori. Endi tadqiqotchilar doim hayajonlanadi, ayniqsa ayollar. Biz endi o'rganib ketganmiz gapirib, shuning uchun men avtoriteratni ham o'qib ko'rdim. Ilmiy jihatlari baribir yetarli darajada va dissertatsiyaga ijobiy baho berishimizga asos bo'ladi. Qanday ham bo'ladi? Marhamat. Endi mana ozgina fikr bildirsam, bu buxgalteriya hisobidan haqiqatda idoraxona aytdi, ilmiy ish qilish juda murakkab. Hozirgi kunda nimaki bu bevosita o'sha korxonaning moliyaviy holati to'g'risidagi ma'lumotlar, moliyaviy holati, moliyaviy natijalari yoki o'sha moliyaviy ma'lumotlarni to'g'risidagi hujjatlarni olish bilan bog'liq jarayonda bitadigan ish. Bu korxona hozirgi kunda hammasida baribir yashirin bir qandaydir ishlab chiqarish bo'lgani uchun ma'lumot berishga juda nima qiladi, haligi o'zini olib qochadi, tortadi, berishdan nima qiladi, hayiqadi. Shu holatda bu buxgalteriya hisobi yoki o'sha audit buxgalteriya hisobi tahlildan qilayotgan nimalarga bardoshtga nima qilish kerak, qoyil qolish kerak. Men hatto o'zim ham boshqa kunda o'zim ilmiy ishni qilayotgan paytimda korxonalardan olish juda murakkab. Yoki masalan menejment iqtisodligi yoki iqtisodiyot yoki boshqa nimada umumiy ma'lumotlar bo'lgani uchun olish bir qadar osonroq deb o'ylayman, lekin moliyaviy ma'lumotlarni olish juda qiyin. Shu jihatdan olganda bu qilingan ishni hamma busi dolzarb hisoblanadi. Ilmiy yangiliklar to'g'risida ko'p savol bo'ldi. Men o'zim ham bir nimani bildirmoqchi edim. Mana bu yerda hali qayta tasdiqlar dalolatnomasi. Domla ham aytdilar, Ibrohim aka ham asosiy fondlar, asosiy vositalar bilan nima farqi bor? Iqtisodchilar asosiy fond deyishadi, nimalar buxgalterlar asosiy vosita deyiladi. Endi hozirgi oldin bir-biriga yaqin bo'lib, bir deyarli bir xil bo'lgan bo'lsa ham, hozirgi kunda asosiy fond bilan asosiy vositani hozir nima buni zamonaviy iqtisodiyotda buni bir-biriga vaqtida bo'lmaydi, solishtirish juda qiyin. Nimaiki biz tashqaridan qaraganimizda asosiy vosita ko'rinishda turgan bino hozirgi kunda xalqaro standartlar bo'yicha asosiy vosita deb tan olinmasligi. Demak, bu bino bo'lgani bilan bu korxonani
iqtisodiy faoliyatida qatnashmayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni ishlab chiqarilayotgan mahsulotga o'zini qiymatini kirgizmaydi, u faqat o'zi qiymati oshishi yoki boshqa tomondan ijaraga berish tomonidan daromad olib kelinganligi sababli u asosiy vosita sifatida tan olinmasligi mumkin. Shu jihatdan mana qayta ta'sislash dalolatnomasi bu yaxshi ilmiy yangilik deb hisoblash mumkin deb hisoblayman, chunki bu hozirgi mamlakatimizni jahon savdo tashkilotiga a'zo bo'lish jarayonida, bundan tashqari o'sha mamlakatda prezidentimizni qirq qarori bor. Hisobni o'sha moliyaviy hisobotni xalqaro standartlarga asosida tashkil qilish yoki hisobotlarni tutish to'g'risidagi qaror. Mana shu nuqtai nazardan qaraganda, demak, qayta tasdiqlash bu hozirgi kunda dolzarb muammosi, masalasi. Hamda hozir bu yerda men ko'rdim, bitta nimani ko'rdim, jadvalni ko'rdim. Taklif qilinayotgan o'sha moliyaviy hisobot shaklini taklif qilyapti, unda o'sha investitsion mulk taklif qilinyapti, o'sha qatorini kiritish. Bu allaqachon taklif kiritilishi kerak edi, lekin nimagadir hozir ham bu narsa investitsion mulk sifatida, ya'ni o'sha qayta tasdiqlash masalasi hali ham ochiq qolyapti. Bu o'z navbatida o'sha korxonani o'sha aktivlarni, asosiy vositalarning qiymatini sun'iy ravishda ko'tarib, o'sha aktivlardan kelayotgan daromadni pastligi orqali o'sha investorda noto'g'ri yoki o'sha noshaffof ma'lumotlarni yoki axborotlarni shakllanishiga sabab bo'lyapti. Umuman olganda, dissertatsiya ishi hozirgi kunda dolzarb hisoblanadi. Shu sababdan sizlarni ham dissertatsiyamizni qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolaman. Menimcha, bu dissertatsiyamizni qo'llab-quvvatlashga adashmagan bo'lamiz. Rahmat. Marhamat. Albatta, dissertant sal o'zini yo'qotib qo'ydi, lekin katta ish qilingan bu yerda. Bu bitta inventarizatsiya sot registrini bilan ilmiy yangilik deb hisoblashdi. Bunaqa keskin, radikal nuqtai nazardan aytmaslik kerak, chunki boshqa yo'nalishlarda ham ko'ryapmiz. U past, o'rta, yuqori deb o'zlaricha mezonlarni chiqarib apros o'tkazdik. Bu apros o'tkazgan odam bu shaxsni fikri. Shaxsni fikri ilmiy yangilik bo'la olmaydi. Ilmiy ishlanma yoki ilmiy yechim bo'lmaydi. Shuning uchun ham ilmiy yangilik deganda, ilmiy yechim deganda biz obyektiv, shaxsga bog'liq bo'lmagan o'rganishlar natijasida muayyan kelajakda samara keltiradigan narsani tushunamiz. Texnik yechim, texnologik, albatta texnik qurollanish bilan shuni ta'sir ostida muayyan bir narsani o'zgartirib yuborish. Shuning uchun bu yerda iqtisodiyot nuqtai nazaridan biz ko'pincha ilmiy yechimga harakat qilamiz, chunki bu faqat jamiyat hamma qismiga ta'sir qiladi. Texnik yechim bitta ruchkani, bitta mashinani, bitta stolni tuzatish yoki shakllantirish. Agar mana ilmiy yechim sifatida qaraydigan bo'lsak, bitta dissertatsiyada shot fakturaga bitta ustun qo'shilgan qiymat solig'ini har bir mahsulot, xizmat turiga nisbatan hisob, mana hozir respublika bo'yicha uni qo'llaydi. Hammaga bir bu butun jamiyatning muammosini hal qilib berdi. Yoki bo'lmasa shu transport vositalariga, yoqilg'ilarga bog'lab qo'yishi soliqni turini, uyda ishlatilmaydi, lekin soliq to'layotgan mashinalardan adolatli soliq olinmayotganligiga yechim berdi u. Shuning uchun bu yerda sal gapirayotganda asosiy bo'lish kerak, shunday narsani agulni tashlab qo'ymaslik kerak. Olim sifatida o'zini hurmat qiladigan odam shuni asoslab gapirish kerak. Mana bo'yicha u siz fikringiz bo'lmaydi yoki degan gapni asoslanmaguncha munosabat bildirishdan sal o'zimizni tiyishimiz kerak. Endi dissertatsiya bo'yicha bu yerda ikkinchi ilmiy yangilikda ham bitta korxonani xalqaro standartlarga o'tkazish transformatsiyasi uchun 1 milliarddan kam pul bermaydi. Ana endi 1 milliard pulga shuni o'tkazib berayotgan odamga tayyor mana bu yechimni berib qo'yishi, u ilmiy yechim bo'lmay nima yechim bo'ladi? Bu respublika bo'yicha hali yana yirik soliq to'lovchilar mana shu xalqaro standartlarga o'tish kerak edi. Prezident bekorga nimani qarorni qabul qilgani yo'q. Xalqaro standartga o'tishdi. Chunki iqtisodiyotimizga
investitsiya tashqaridan bo'lmasa rivojlanish bo'lmaydi. O'zimizni milliy daromadimizni aholi jon boshiga tushayotgan bu jamg'arishda hali yo'q. Mana shuning uchun ham mana shu narsalarni qarorni qabul qilinishi qancha narsani yechimini berishga sabab bo'ladi. Shuning uchun buxgalteriya счётlarini ayrim boshqa sohani iqtisodchi olimlar gapiradi. Bitta provodka bilan ilmiy yangilik qilib ketadimi? Ana shu provodkani tagidagi shakllanayotgan ko'rsatkich butun respublikani taqdirini hal qilib qo'yishi mumkin. Ana shuni noto'g'ri berilishi, ko'rsatkichni noto'g'ri olib chiqilishi va o'sha asosda qarorni qabul qilinishi respublikani default holatiga ham keltirishi mumkin. Shuning uchun har bir fanni, har bir yo'nalishda o'zini mutaxassisini hurmat qilgan holatda o'z fikr munosabatlarimizni bildirsak, juda ham chiroyli bo'lardi va ilmiy munozara bo'lardi shunda. Shuning uchun hurmatli ilmiy kengash a'zolari, bugungi muhokama qilinayotgan ish yuzasidan fikrimni men yakunlamoqchiman. Qilingan ish bu yerda Desirtdan bekorga ta'kidlab o'tilmadi. Ba'zi obrazovaniya iqtisodchi bo'lim bilan buxgalteriyaga kirib, o'shuni mana seminardan seminarga o'tish jarayonida o'zini mana bugun butunlay kutilmagan savollarni bergandiga ham javob qaytarishga harakat qildi. Nachun shakllangan, biz hech qanday ikkilanmasdan uni yoqlab ovoz bersak, menimcha to'g'ri ish qilgan bo'lamiz. Rahmat. Manda yana gap bor edi, Ilmdor aka, ruxsat bo'lsa. Norasmiy Eshitilyaptimi? norasmiy abonent sifatida Albatta norasmiy abonent sifatida chiqmoqchiman. ovoz yaxshi kelmayapti, ovoz eshitilmayapti. Bo'ldimi? Biz endi nima deydi endi? Hozir shunchalik gaplarni eshitib boshqa qilib turdim. Men endi bu yerda yo'nalish bu buxgalteriya yo bu menejment yo bu iqtisod degan ma'noda savol bermadim. Demak, biz endi savol berishni har doim ustozimiz Ibrohim Nabiyevichdan o'rganganmiz. Shu paytgacha endi ustoz ancha nima deydi endi? Hozir bergan savollarimiz ham tanqidiy holatlar, lekin aslida bu savol berish, dissertatsiyadan kamchilik topish bo'yicha yoki bunaqa yondashuvlar bo'yicha biz uslubiyotni ustozdan o'rganganmiz. Endi bugun yana menga bitta dars bo'ldiki, hali yana o'rganishimiz kerak bo'lgan narsalar bor ekan. Buni yana Xudo xolasa davom ettiramiz. O'zi bekorga aytmagan, beshikdan to qabrgacha ilm izladim. Men faqat endi bergan savollarim bu qanaqa savollar? Masalan, bu Shahrinozni men yoshligidan taniyman, birga o'qiganmiz, bitta joydamiz, ikkalamiz ham Marg'ilondanmiz. Даже qo'limda ishlagan ham Shahrinoz. U boshqa, bu yerda masalan uni yerga urib yo bo'lmasam bir nima deydi, anaqa qilish emas. Faqat endi o'sha ilmiy yangiliklarni biz hali bunaqa ilmiy yangilikni ilmiy yangilikligini asoslab bering deganimiz asosan shu qaysi tadqiqotlarga asosan nimalarga tayanib bu ilmiy yangilikni berdi. Sababi bitta hujjatga bitta o'sha stolga qo'shib turib o'shani ilmiy yangilik sifatida olib chiqqani uchun berdi. Lekin men misol qarshiligim yo'q. Demak, buxgalterlar tomonidan bular ko'rgan yo'nalishda demak to'g'ri qilingan. Men misol biror marta shu yerda o'tirganlar yaxshi biladi, birortasiga o'tgan safar ham aytganman bu gapni. Lekin hozir bunaqa qilib savol bersa, bunaqa qilib cheklash aytaman, o'ylaymanki, keyingi safar boshqalarga ham savol berishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Bu yerda bu yo'nalishlar, bu bunaqa, bu yo'nalish bunaqa degani uchun emas. Bu yerda umumiy munozara uchun berilgan savol. Shunday deb qabul qilishlaringni xohlayman. Agarda ortiqcha qabul qiladiganlar bo'lsa, unda o'zlari yaxshi bilishadi, o'zlari uchun narsa. Men va Shahrinozga barcha mana shu o'tirganlarning hammasini ovoz berishini so'rab qolaman. Rahmat. Bu nimada ketdik, sizni hali yo'naltirdikki, yana men turib yechim ilmiy nima, bu nima deganim sizni men naqayib qildim-da, shunga javob bering. Sizni
qandayki siz aytishingiz kerak edi. Mana shuni joriy qilganimizni nimasida biz joriy qilganimizcha tadqiq qilib shunga bitta mana bunaqangi dolzarblik bor ekan. Biz keyin bunga yechim berdik mana. Buni yechim qilganimizdan keyin mana korxonani mablag'larni tadqiq qilganimizda mana sohada buncha samaradorlik oshdi. Ana bunaqa bo'ldi, bu bunaqa bo'ldi degan masalani aytganingiz o'sha joyda ilmiy nima asoslangan bo'ladi. Endi o'shani hayajondan narsalarni asoslab kelish kerak edi. Men sizga podskazkasi bilan aniq qilib aytaman. Bu yechimmi, bu yechim? Jamoliddin to'g'ri savol berdi. Faqat To'g'ri savol bu yerda dissertant javob berishda oqsadi. Shuni ilmiy yangilik o'zi esiga ega, bu yerda o'rniga ega. Shu nuqtai nazardan hozir 100% emasdir, balki 50%dir dissertantni aybi. Biz 100 ta korxonada 100 ta inventarizatsiyani ko'ruvdik. Mana muammo chiqdi. Ana shunga mana shuni yechim qilib topdida, mana korxonani bizga davlatdan o'qib shu yerda shu javobni sizdan so'radida, siz javob bera olmadingiz. Siz buni ilmiy yangilikni qilishingiz uchun, birinchi ilmiy yangiligingizni mana shuni ishlab chiqishingiz uchun siz o'rgangansiz, tadqiq qilgansiz, shunga bir bilib qo'ygan, to'g'rimi? Keyin siz bu yechimni bergansiz. Yechimni berganingizdan keyin mana videoyingiz turibdi. Buni qilganingizda qancha samaradorlikka erishdingiz, nima bo'ldingiz, olgansiz-ku. Shuni ilmiy asosda bunaqa bo'lganida, bunaqaga dolzarblik bordi, shuni beruvdik. Keyin mana menga joriy qilganimizda menimcha bunaqa bo'ldi degan masalani to'g'ri bo'ladi. To'g'ri bo'ladi. Bu yerda sizni bitta shu nimaga konkret javob bermaganingizda muhokama bo'ladi. Umumiy olganda o'ylaymanki mana hamma ilmiy kengash a'zolari buni o'tirganlar o'rda dissertant himoyasi va ba'zi joylarda men ko'rdim ilmiy asoslashdan ko'ra o'zim pozitsiyasini mahkam shunaqa bo'ladi degan joylarni endi himoyaga chiqdim. Umuman olganda tadqiqotchimiz yaxshi, o'zimizni Farg'ona Politexnika instituti, keyinchalik Farg'ona davlat texnika universiteti shu kadrlaridan ishlashda to'xtamaslik kerak. Yanada ko'maklashtirish kerak, yeniliklarda bunaqa narsalar inobatga olish kerak. Bu sizga bu ham o'zi bitta maktab. Faoliyatlarda, boshqa joylarda, himoyalarda narsalar inobatga olish kerak. Umumiy olganda hamda masalan shu tadqiqotchini himoyaga chiqish jarayoni nimalarida ijobiy faoliyatida ham boshqasida ham o'qituvchi sifatida magistrlar men kelgan paytda magistraturaga kirib yildan shunaqa mana faoliyat ko'rsatyaptilar, boshqa mana chaqirib qoladi hammamiz joyga o'qitishga. Marhamat, so'z sizga beriladi, cho'zilib ketdi. Himoyamiz norasmiy chiqishgan shu ustozlarimizga munosabat bersangiz. Munosabat bildiraman. Hamma tanqid o'zimiz ustimizda ishlashimizni yana bir bor ko'rsatadi. Demak, bizga hali yana bir qancha bu ilm yo'lida hali yana ishlashimiz kerakligini bildiradi. Hozirdan mas'uliyatni his qilishni boshladim. Faoliyat to'xtab qolmaydi. Faoliyat yana davom etadi. Hali yana bu yerda desanglarni himoya qilamiz. O'sha oldin ham aytganman, PhDga kirib ketishimga ham bitta odamning gapi sabab bo'lgan. O'sha magistraturaga kirishimga ham bitta odam sababchi bo'lgan. Mana xudo xolasa yana bitta insonni, ya'ni matdagi tanqidlar meni yana ham bu faoliyatini davom ettirishimga undadi. Rahmat aytaman. Tushunarli. Xo'p. Hurmatli kengash a'zolari, rahmat tugadi deb aytib qo'ymagan ekan. Norasmiy qismida hurmatli kengash a'zolari yashirin ovoz berish uchun hisob komissiyasini saylab olishimiz kerak. Hisob komissiyasi 3 kishidan iborat bo'lishini taklif qildik. Shularga qarshiliklar bo'lmasa
Agar taklifim bo'lsa. agar ruxsat bersalar Yo'ldosh va Niluffarxon, Mo'minova Elnoraxon, Abdullayev Abdujabboy. Isminglar yaxshilar yoki munosabat bo'lmasa o'zlaringizga munosabatlar. Hisob komissiyasi ilmimiz bilan ularni tugatdik yoki nimadir yaratdik deya olmaymiz. Biz buni kelgusi ishlarimizda ham amalga oshiramiz. Ustozdan keyin menga yordam bergan ustozlarga, ya'ni Isman Ibrohimovichga alohida tashakkur etaman. Yo'ldan ilmiy ishni qilmaydigan kunlar bo'lgan, yo'ldan qaytadigan vaqtlar bo'lgan, ustoz so'kib turib bo'lsa ham yo'naltirdilar, o'zlarini tavsiyalarini ayamadilar. Xudo xolasa ustoz bundan keyingi faoliyatlaringizda ham yuzingizni yerga qaratmaymiz. Shu qatori Azizxon akaga, Qumrat akaga, barcha kafedramiz o'qituvchilariga o'zlarini
buxgalteriya sohasini qabul qilib olishimda, buxgalteriya sohasini o'rganishimda har bitta ustozlarni ilmlarini o'rni yuqori. Shu qatori aytib o'taman, bugungi kunda mani o'qitgan tarbiya bergan ota-onalarga shu yerda ayam Quvonch yoshlari. Sevinch yoshlari, quvonch yoshlari. Bu kengash a'zolari yana bittalarda xulosa hamma tarqatadigan o'sha asosli qabul qilingan qasdlab o'zlaringiz ko'rardi, shuni tabriklaymiz. Kengash to'g'ri ketdi. Demakdan yaxshi bo'ldi kengash a'zolari nomidan. Endi Xudo xolasa o'ylaymizki, kelajakda o'zim mehnatingiz bilan, harakatingiz bilan, ilmingiz bilan universitetimizni rivojiga faoliyatiga o'tib ketadi. Juda